Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ishtirokchilari. Har 2 hafta bir qatim Yaponiyadagi Qovuljon bilan epirayotgan Yuqori fan texnika va Uyg'urlar nomli bu suhbat programmamizning bugungi sonida quvonib maxfiylashtirish, ya'ni hargiz buzilmaydigan aloqa texnikasi degan temada bo'ladi. Hammamizniki xabar va har 2 haftada yangi fan texnika oid soha bo'yicha Qovuljon izchil leksiya so'zlab kelyotdi. Assalomu alaykum Qovuljon. Uyg'ur choyxona suhbatlari programmamizga kelganingizga ko'p rahmat aytaman. Va alaykum assalom, sizga rahmat. Rahmat. Mana hisobda 9-oyga qadam qo'yib 10-ga ketibdi qo'y mana. Sizlar birinchi oyda boshlagan bu programmani o'zingizningki tavranmas irodasi, fidokorligi, jasorat bilan 2025 yilda Uyg'urlar uchun yuqori fan texnika yili qilaman. Buning uchun millatimni yuqori fan texnika bo'yicha oqartib borman degan bu ideyangiz bilan mana programmamiz 10-oyga qarab ketyapti. Sizdan ko'p rahmat aytaman. Shundaqla bu programmani ko'rgan qarindoshlarimiz har yerlardan izchil sizga rahmatini bildiryapti. Va bugun qimmatli vaqtingizni chiqarib bu programmamizga qatnashyapsiz. Undan bo'lsa, ekran sizda, programmamizni boshlaylik. Xo'sh. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtimiz xayrli bo'lsin. Biz 2025-yili o'sha yuqori fan texnika va Uyg'urlarchilar qilish to'g'risida o'zimizga so'z berib yo'lga chiqqan to'q. Meningki o'zimniki o'sha YouTube kanal bor. Shuningga o'sha Kalbil degan YouTube kanal. Buningda asosliq men bu yil 60 video ishlab chiqarman deb planlagandim. Amaliyot 8-oyga 60 video chiqarib oldim. Ya'ni onun biraz xushalliqida, biraz hayajonli qilib bir oy demib qoldik endi. Shu o'zlib qoldi azroq. Qolgan nima o'tdi? Ya'ni darslarimiz davom etadi. Bizning 9-yanvardan boshlab kvantum mashina o'rganish darsimiz boshlandi. Agar buni qatnashgan qarindoshlar toki 9-15gacha yana tizimlashtirish bo'ldi. Shu vaqt tizimlashtirishni men keyin yetishtirib qo'ya olmayman degan gapda. To'liqlab bera olmayman. Undan keyin blok kesish vaqtida 1 oylik dars qoladi, uni to'liqlab beraman. Men shuni baldiroq tizimlasam bo'ldi. E'lonimizni berib oldi endi. Shu qarindoshlar, bu kvantum texnikasi yangi chiqqan texnika. Buni men demisam balkim izlanib boqqan qarindoshlar bo'ldi. 2025 2027 hatto 2030 bag'acha musada kim tutib chiqarsa, bundan keyingi vizyonninki shu yani xo'jayini bo'ladi degan gap. Xuddi o'tgan vizyonninki xo'jayini Amerika bo'lgandek, fan texnikaning dunyosiniki. Ana bu qatim fan texnika dunyosi Xitoy bo'lamdi yoki Amerika bo'lamdi degan ikkiga yuklanib qoldi. Qaysi bo'ldi, qaysi bo'lmaydi, buni bu tarix oldimizda ko'ramiz degan gap. Endi biz buning nerida turamiz endi? Biz shu 21-asrdagi yuqori fan texnikani bu har qanday bir fan texnik sanoat inqilobi bo'lgan vaqtda bir nurg'un davlatlar yo'qoldi va nurg'un yangi davlatlar paydo bo'ldi degan gap. Har qitimliq 5 qitimliq dedi, ba'zi 4 qitimliq dedi o'chig'intiqlab. Men 5 qitimliqni o'tib ketdi, 6-qitimliqni mush deb qarayman. Yuqori fan texnika va sanoat inqilobi 6-qitimliq sanoat inqilobi deb. Ana buningda yo'qolgan davlatlar muqarrar bor degan gap. Yangi barliq kelgan davlatlarchi. Ular bo'lishi mumkinmi? Biz qanday qilamiz? Bizning qanday bo'lishi mumkin? Biz o'zimizning nasibimizni ola olamiz bu dunyodan degan gap. Olamasak yo'qolamiz degan gapda. Qolganni bundan keyingi taraqqiyotlarda ko'ramiz degan gap. Shunga kvantum maxfiylashtirish va kvantum texnikasi bu maxfiylashtirishlar emas, boshqa yuqori fan texnika munosabatli demoqchi. Hozir qarasangiz sun'iy aql shuna taraqqiyotdi. Bir-birisiniki besib tushadi. Bugun Jungo Amerikaniki o'tib ketsa, Jungoni o'tib ketadi degan gap. Yana birisi, yana Amerikani o'tib ketsa, yana Jungoni. Endi basish mingadi degan gap. Endi buningki eng oxirgi nishoni, eng oxirgi g'alaba qilgan qanday belgilanadigan vaqtda balkim 2030 yoki 2027-yil. Kechki 2030 bo'lgan vaqtda aninkdan haqiqiy palabon arilib chiqdi degan gap. Endi buni
ishlatgan har bir nimiz uchun shu davlatga pul to'laymiz degan gap. Balkim Xitoy ular qilamdi yoki qimir ular qilamdi, uni bilmaymiz degan gap. Endi kvantum maxfiylashtirish. Bu nima ish qanday muhimlab qoldi vaqtda kvantum texnika chiqqan zamonda cho'day vaqtda bu hozirgi klassik maxfiylashtirish degan joyda uni xirs elib keldi degan gap. Buni qanday bo'ldi degan gap nurg'un shirkat, nurg'un cho'ng shirkatlar, bularmi banklar. Bu kvantum maxfiylashtirish sohasiga maxsus mushunga odam ijrati va tadqiqot ishxonalari quryapti degan gap. Hozir har qanday bir cho'ng bankininki o'zininki kvantum tadqiqot markazi bor. Buni izlanib baqsanlar. Bu nimaga foydasi bor degan vaqtda, agar bu soat o'rganmoqchi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, masalan, kvantum mashina o'rnash yoki kvantum texnika, kvantum shifrlashtirish degandek. Ana bular joyda mushunda banklarda endi ish tepish fursati bor degan gap. Endi juda yuqori pen texnik organlar joyda bularni ish tepish imkoniyati bor degan gap. Shuna bu joyda hozir buni kvantum texnikasini 6 oylik baliq buvoq o'qishdi nima? Daniq odamlar, professorlarni. Demak, bu nima deyapti? Biz yetishalaymiz degan gap. Bundan keyingi joyda biz yangidan bir kompyuter yasab, uni bozorga chiqib qila olamiz. Mashina o'rnashni biz texnik ilg'or usullar bilan qilmasdik, yetish olmaymiz degan gap. Chunki mashina o'rnashmi muayyan bir tadqiqot, muayyan bir saviyaga yetib bo'ldi degan gap. Cho'nqur o'rganishmi shu degan gap, nerv to'g'ri o'rganishmi shu degan gap. Ana biz qanday qilishimiz kerak? Texnikmi ilg'or bo'lgan texnika bilan foydalanib, boshqa 10 yil, 20 yil sarf qilganda biz 2-3 yilda sarf qilib oldiga o'tib keta olamiz degan gap. Xuddi shu yaqinki 10 yil qarasangiz Turkiyaninki harbiy texnika sulamdi degandek, bular harbiy texnikasidan. O'tib ketadi degan gap. Nimishqa? Chunki u tayyorlik qilib fursatni kutib turdi degan gap. Shu fursat kelgan zamonda tutib oldi, o'tib ketadi degan gap. Shuning uchun bizmi Uyg'urlar cho'da vaqtda shu yaxshi fursatlarni keldi. Endi buni tutib o'tirib tirishib qilsak cho'da vaqtda, vaqt kelgan vaqtda bizmi cho'da vaqtda dunyodagi eng ilg'or davlatlar qatorida o'rin ola olamiz degan gap. Bular hech bo'lmadi degan vaqtda 180 davlatni oldiga o'tib ketamiz degan gap. Eng kuchli davlat bo'la olamiz degan gap. Buning uchun cho'da vaqtda yuqori pen texnikada kuchli bo'lishimiz kerak degan gap. Endi bu yerda bir gap Qavoljon, kechiring, gapingizni bilyaptim. Masalan, shu Uyg'urlarningki IT sohalarida necha yil ilgari masalan Qo'zat Altay, Dolqin Tarimi qatorliqlarmi kompyuter sohasida kursdan qildik, shu kompyuter injenerligi deb shu database nimasilarda nurg'un narsani yangi chiqqan vaqtlarda ba'zi Uyg'urlar qiziqdi, ko'pincha Uyg'urlar unga qiziqib ketmadi-da hamda ma'lumotlarni o'qildi-o'qisak, shaxsan maktab bo'lmasa xizmat topolmadik bu degandek. Lekin ashuni o'qib chiqqanlarning hammasi rost degandek, shular degandek nurg'un yuqori maosh xizmatlarni tepadi. Masalan, Gollandiyada men bir qancha bolalarni tunayman. Ash Qo'zat Altayniki, Dolqin Tarimnikida shularni ochgan kurslarda o'qib 6 oymi 9 oymi xizmat topshirdi, yaxshi ishladi nurg'un yuqori maoshniki. Animasiniki kompyuter mashina o'rganish texnikasi, mashina texnikasi yangi hozir buni devatsizda bu narsalarnikini. Yangi boshlaganingizda tunugun boshlabsiz. Tunugun birinchisi boshladim. Buni ham tushunmayman, bilmayman, endi bilmagan tushungan soniki bilan gap qilish haqqim yo'q. Lekin ham siznikimi yangi bir boshlashda nurg'un Uyg'urlar bu qanday kursda, nim kursda o oylikka qanday pul qandaydi, xizmat topa olamanmi, topa olmasmanmi deb dekki-dekkida turayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Xuddi dastlabda Qo'zat Altay, Dolqin Tarim oshqonlar boshda qulab qatnashganlar, oxirida o'zib chiqib, shular yaxshi nesiz deb yeyotdi, qatnashmaganlar armonda qilyapti endi bu narsalarnikida. Shu siznikimi yangi bir nima bo'lgan qarindoshlar hamda buning bir dodillik bilan vaqti sharoit yor berganlar demadam emas. Vaqt sharoit yor berganlar bunga dattikom deb kirib o'qib baqsa bir 6 oydan keyin o'ylab qo'yadigan yaxshi xizmatlar deb ketadi, o'ylab ishlaydigan olmaydi. To'g'ri. Shu gap qo'ygan gap qoldi xo'sh hamda. Endi bunday degandan bizning derneklardan pul yig'ib qaylab ketgandan yaxshiroqchi. Ya'ni hech bo'lmasa birini o'gitib xalqiga qiladi, xususatni o'zininki kuchini yetish qiladi. Men bu Dolqin ma'lumotini nimada o'qigandim. 2019 deyman. O'sha vaqt o'qib, hamma uni o'qidim. U ishni qilmadim ama, ya'ni o'qidim ya'ni menga bir sekirib olish pashta bo'ldi degan gap. Tamam. Endi rost gap degandek bu Dolqin Tarim bilan Qo'zat Altay diaspora nurg'ulg'a Uyg'urlarniki turmushda cho'ng bir buzishib keldida,
yuqori Ha. maosh xizmat o'rinlashlarda bular bir vasta bo'ldi. Shuning uchun bu ikki qarindishimizga rahmatimni aytman. Bundan keyin texnik yangi texnikada texnik Uyg'urlarni tarbiyalab, mayli siz ular yana kimli bo'lsin, Uyg'urlarningki o'zini yashayotgan davlatida bir yaxshi xizmat o'rniga erishib, turmushda bir yangiliklarni hosil qilishi, millat uchun xizmat qilmandan cho'qim iqtisodiyotmi solmaydi. Avval o'zini yaxshi holati yaxshimi solmaydi. Buning bir vasi bo'ladi. Hammaga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Xo'sh. Endi bugun asosan kelgusi texnikasi, ya'ni kelgusining texnikasi bo'lgan kvantum maxfiylashtirish haqida so'zlaymiz. Bu tema tuyanchoqda ilmiy tadqiqot emas. Ya'ni bu nima deganlik degan vaqtda ilmiy tadqiqot bo'lish uchun sizningki muayyan bir isbotlangan bir nimalarınız bo'lishi kerak degan gap. Bu jo'da vaqtda balki shu kunlik turmushimizda, ya'ni iqtisodimizda, Uyg'ur millatimizga kelgusi taraqqiyot uchun qanday ahamiyatga ega? Mushlarni bir tasavvur qilib boqaylik, mushlarni bir o'yinlab boqaylik degan maqsadda so'zlanayotgan narsa bu. Shuningdek, bu bir uchur xarakterlik deb tushunishinglarni, ya'ni oddiy suhbat deb tushunishinglarni umid qilaman. Endi buni joyda masalan siz tasavvur qilib qo'ying, o'zingizning uchurlarining shunday bexatar hech kim uni buzolmaydi. Bu xuddi jasliq filmga o'xshab ketadi masalan. Hech kim buzolmaydi sizning nimangizda. Endi joyda bizga bugun joyda biz asosliq temamiz klassik maxfiylashtirish degan nima? Uning prinsipi, kvantum maxfiylashtirish, uning foydalari va klassik maxfiylashtirish bilan bo'lgan farqlari. Uning ikkinchi kvantum maxfiylashtirishninki kelgusi taraqqiyoti. Endi keldik bularni so'zlab bo'lib, endi bizga nima foydasi bor? Ya'ni Uyg'urlarga nima foydasi bor? Qanday fursatlar kutib turadi? Albatta fursat bo'lgandan keyin uning keyini saqlab turgan xristian bor degan gap. Endi eng oxirgi vaqtda noldan boshlab o'rganmoqchi bo'lganda nima qanday qilish kerak? Mushlarni asos qilgan asosda so'zlashni to'g'ri topdim. Shuni boshlab ketsak bo'lsa. Endi klassik maxfiylashtirish uchurlarni qo'dashning eng asosiy uliti hozircha shunda. Hozirmi ham shunda. Masalan, sizning do'stingizga xat yo'llaysiz, ammo yo'lda biror kishining uni tutib qo'yishni qo'rqasiz. Shunami yo'q? Masalan, siz uchur yo'ldan boshlarning mana marab uchuringizni ko'rishdan qo'rqaysiz degan. Endi klassik maxfiylashtirish vaqtda ochqich bilan qulplaydi degan. Ya'ni to'g'ri ochqich bilan ochildi. Masalan, siz bir uchur yo'lga vaqtda siz uchurni maxfiylashtirish degan. Ya'ni ma'lum bir algoritmalar orqali maxfiylashtirish degan. Uni jo'da vaqtda to'g'ri bo'lgan shaklda to'g'ri maxfiyni bir qabul qilgan odam bo'lsa, uni ochalaydi degan. To'g'ri odam ochalaydi degan. Xuddi bo'yliqi qulp degan. Masalan, qulpni parad qilsa, qulpni bir ochqichda ochildi endi. Ammo diqqat qilish kerakki, millionlagan ochqichlarni yig'ib bir qulp salivasi o qulp ichilib ketish ehtimoli bormi? Bor degan. Ya'ni o'g'irlab kerak bo'ldi. Endi ashna ehtimollik bormi degan vaqtda bor. Endi shu vaqtda bu nim degan gap degan vaqtda masalan klassik maxfiylashtirish matematik algoritmaga tayinlangan. U matematik algoritmalar yana qancha murakkab bo'lgan vaqtda u sizningki kodingiz joyda maxfiylik joyda shuncha kuchli bo'ldi degan. Endi bu maxfiylashtirish klassik nimaga? Klassik maxfiylashtirish odatda hozircha ikki turi bor. Bunun joyda simmetrik maxfiylashtirish deymiz, ya'ni AES. Men yerda bormi yo'qmi? Bu yerda yo'qkin. Mana tushunish uchun so'zlab ketay. Endi yana bir so'zda assimmetrik deymiz endi. Assimmetrik maxfiylashtirish. Bu joyda RSA, ya'ni hozir biz qo'llanayotgan maxfiylashtirish degan shu. Bunun joyda masalan HTTPS ning asos qiladi bu. Endi ishlash prinsipi jo'ya vaqtda murakkab matematik masalalarga algoritmaga tayinlangan. Masalan, cho'ng sonlarni parchalash degandek. Ammo kvantum kompyuter jo'ya vaqtda bu masalani nihoyat tez suratda buzib oladi degan. Chunki kvantum texnikasining ishlash prinsipini oldin biz shu Uyg'ur chayxonasida suhbat programmamizni deb ketyapmiz. Kvantumning ishlash prinsiplarini. Ya'ni bu masalan deyli bir maktab mudiri var deyli, men bizning maktab mudiri emas. Bir maktab mudiri var deyli. Ana shu vaqtda maktabdagi o'quvchilarningki sinfdan tozlig'ini tekshirib boqmoqchi. Shundan 30 sinf bor deyli. 30 sinfga birdan kirib tekshirdi. Tekshirib chiqdi, belgilab chiqdi-da. Oxir ishxonaga qaytib kelib ishni ochay desa ochiqchi yo'q. Ochiq chiqib qolibdi. Endi qanday qilish kerak? Endi klassik kompyuter o'zi qanday qiladi?
Yani normal adam hozir bizning tafakkur qilgan kallamizga qanaqa qilamiz? Har bir sinfga birdan kirib chiqamiz-ku endi, amal yo'q. Eng oxirida ochiqchini tapqich kiramiz degan gap. Balkim 30-sinfda to'xtab qoldi degan gap. Tushib qoldi degan gap ochiqchi. Bu mushalat bo'lgan gap. Buning uchun vaqt ketadi degan gap. Ya'ni zehn ketadi degan gapda. Ya'ni manda qilsa iqtisodim ketadi degan gap. Amaliyot odam masalasimiz endi. Ammo kvantum kompyuter jo'da vaqtda 30 kilolay degan gap. O'sha necha hal qilmoqchi masala bo'lsa, shuncha kilollar degan gap bu. Yuzni. Bu tushunish oson bo'lsin uchun kilollar dedim men. Mana. Ya'ni buni superposition olib deymiz-ku biz oldin qatim so'zlab bo'lgan darslarimizda. Ya'ni agar qarindoshlar bo'lsa, o'sha Uyg'urcha Xaniston YouTube kanalini qayta ko'rishim. Aslında biz superposition degan bir holat, yuqori alayda holat deydigan. Bu holat jo'da o'zini ash tang 30 ga bo'layoladi degan gap. Ya'ni ash 30 sinfga tangni kirdi, ochiqchini tep chiqadi degan. Ma degan so'zda klassik kompyuterninki bir sinfga kirib ketgan vaqt keldi degan gap. Ya'ni 30 dan 1 bo'ldi-ku endi hozir biz oddiy bir misoldan tushundik vaqtimizda. Yani klassik kvantum kompüter aşaret tuttu deyin. Yani biz şurada algoritmlarını yani hesaplashga nəhayət usta deyin. Yani mesela hazır super kompüter yapıyoruz. En küçük kompüter, klassik kompüterler mesela 100 yıl sarf qilgandan men çoğaltda maziga 2 saat yoki 5-6 minut yoki necha sekundlik bir taraqqiyot bor deyin. Bunun küçüğünü əmli işiltib baqqadan biladi deyin. Mesela Google'ninki professorlar, IBM'nin professorlari nima ish bunaqa shunday kuchaydi deyin. Chunki ular əmli kuchini ko'rib baqdi degan gap. Bir narsaning amaliy kuchini ko'rib baqmay turib, uningki biz sirda turgan odam joyda uning qanchalik haqiqiy kuchining qanchalik ekanligini bilmaydi degan gap. Buning uchun joyda qarshi tarafninki kuchini haqiqiy bilishingiz kerak degan gap. Bu nerdan ketib bordi? O'zingizning hayajoniga foydalanib turib biz undaq qilamiz degan deyish hozir hech nima baqmaydi degan gap. Qarshi tarafninki qancha siz egallagan qanchalik data sonliq ma'lumot bor sizda. Ashunga asosan analiz elib berib to'g'ri bo'lgan plan bilan to'g'ri bo'lgan harakatga o'tadigan vaqtingizda unga siz g'alaba qilasiz degan gap. Anda qilinmoqchi jo'da vaqtda mujohid Uyg'urlar 70 yillik mag'lubiyatga uchradi degan gap. 70 yillik qilgan narsaning hammasi nol bo'ldi degan gap. Ammo sen nol bo'ldi deb hayajonlanib ketmanglar. Hozir vatan qaytganlarningki isbot shu degan gap. Isbot desam yonida ko'rsatma degan gap endi. Agar ular ketmagan bo'lsa, demak men g'alaba qilmoqman. Demak o'zimizga muhtaramlik degan gap. Hem joyda buni maxfiylashtirish joyda odatda siz bir ismni kirgizsiz yoki bo'lmasa joyda uni men mana ko'rsasam bo'ldi bu bo'ldi. Ko'rsatdim. Endi kvantum maxfiylashtirish joyda uchurni qo'g'dashningki bu matematikalik formula emas. Oldingi klassikniki joyda biz matematikalik formula orqali qo'g'daydi degan to'q. Endi kvantum maxfiylashtirish joyda bu matematikalik emas. Shuning uchun joyda buni mutlaq bexatar deymiz. Chunki bu nimani ishlatadi? Kvantum fizikasining prinsiplarini ishlatadi degan gap. Ya'ni tabiiy qonuniyat degan gap bu. Buni buzolmaydi degan gap. Hozircha hech qanday buzalaydi degan bir odam chiqib degan gap. Buzalaydi desam, o'zi buzalaydi degan gap. Ya'ni ana shu kvantum texnikasidan foydalanib turib buzish ehtimolligimiz bor degan gap. Ammo uni joyda buzgan zamonlar uningki siz nimasini buzdim deganlik qarshi tarafga uchunni yetkizdim degan desangiz buzdim bu degan bo'ladi. Endi sizning buzishning ikki xil usuli bor degan. Bir so'zda qarshi tarafning uchurni o'g'irlaysiz, ham o'zingiz foydalanasiz. Bu bir xil buzish degan. Ikkinchi xil buzish o'zingizmi erishamaysiz, qarshi tarafga yetkizmaysiz uchurni. Unda buzish degan. Endi men klassik kompyuter joyda uni buzgan zaman joyda siz elib olasiz degan gap uchurni, tatib chiqara olasiz degan gap. Ham izingiz qoladi degan gap. Ammo kvantum kompyuter joyda tatibni chiqarammaysiz, ham buzib olasiz to'g'ri. Buzib olsangiz qarshi taraf u uchurni ololmaydi degan gap. Chunki shu hamonla u o'zgaradi degan gap. O'zining yo'lini o'zgartiradi degan gap. Sen kelayotgan nim bo'lsa, unda olib o'tib o'zining yo'lidan o'zgartirib ketganlik qilaver degan gap bizning ishini. Shuning uchun joyda bu mutlaq bexatar deb qaraymiz degan. Ya'ni buning asosiy prinsipi nima bo'lsa, QKD deymiz, ya'ni QKD ochiq taqsimlash prinsipi deymiz. Ochiq taqsimlash prinsipi desak bo'ldi endi. Bu nim degan gap degan vaqtda masalan kvant zaryadchilar joyda fotonlar orqali uchraydi. Fotonlar yoki bo'lmasa boshqa elektronlar va yoki boshqa kvarklar ashlar orqali ishlaydi degan gap. Endi hozir eng ko'p ishlatilgan usullar joyda
fotonlar, elektronlarni ishlatadi. Masalan, Jungoning ishlatgan joyda Xitoyningki o'zining ishlatgan joyda vaqtda fotonlarni asos tadqiqot nishon qiladi degan. Boshqalar yo'q bo'lsa bor, ionlar bor, elektronlar bor. Ammo asosiy tadqiqot maqsadi fotonlar degan. Endi qolgan ionlar va elektronlarni ishlatgan sabab joyda Amerika va boshqa joylarda ularni ishlatadi. Shularni o'g'irlash uchun ishlatilish uchun shuni qiladi degan. Endi budan joyda futurulga vaqtda buzish urinish shu zaman bayqildi degan. Masalan, siz bir narsani buzmoqchi. Buzgan zaman joyda sizga ikki taraf uchur berib bo'ldi degan. Masalan, Abdurahimjon bilan aloqa qilishyapman. Ana keyin uchinchi bir odam kirmoqchi bo'ldi bizniki, so'g'inab kirmoqchi bo'ldi, anglamoqchi bo'ldi. Bu vaqt joyda ma'no uchur kelib to'xtab qolmaydi degan. Birisi urinyapti, ishkini chekyapti, birisi o'g'irlik qilmoqchi deb ma'no keldi, Abdurahimjonga berib bo'ldi degan gap bu. U kirib bo'lishdan burun berib bo'ldi ishlarda bu endi. Uni shunda bo'lgandan keyin uning oldini olaysiz endi. Ya'ni bu joyda biz Heisenbergning aniqsizlik prinsipi degan bir nima so'z degan to'q. So'zlami? So'zlab bo'lganmi? Heisenbergning aniqsizlik prinsipini shuni anglab baqsanglar, buning nima deganligini bilasiz. Bundan keyin joyda bu yana joyda kilonsizlik degan bir alaylik bor. Ya'ni kilonsizlik. Bu joyda o'xshash bir narsani joyda yana birini yasay olmaysiz degan gap. Hozir joyda masalan, eng oddiy so'zda Facebookning o'xshash Facebookni yasay olasiz degan gap. Ammo ma'no joyda quantum fizikasida o'xshash bir narsani yasay olmaysiz degan gap. Tutun o'xshamaydi degan gap. Shuning uchun joyda buningki mutlaq bexatar deyishimizga sabab o'sha degan gap. Endi klassik bilan farqlanish asosiy farqi nima? Ammo ochiq taqsimlash endi chiqadi emas. Endi klassik bilan farqi nima? Klassik maxfiylashtirish matematikalik murakkablikka tayanadi degan gap. Matematikalik murakkablik, ya'ni formulalaringizningki, ya'ni algoritmlaringiz sizningki qanchalik murakkab ekanligiga tayanadi degan gap. Ammo kvant maxfiylashtirish joyda fizikaning qonuniyatlariga tayanadi degan gap. Agar siz shuni buzayman deb maydonga chiqsangiz, demak fizika jang e'lon qildingiz degan gap. Ashunda kuchingiz o'z chiqsangiz bo'ldi degan gap endi. Endi klassik usul kvant joyda kvant kompyuterlar nisbatan nihoyat ojiz degan gap. Endi bu bayatnida har qancha murakkab algoritm bo'lsa-mu garchi klassik kompyuterni ishlatib o'zaro buzish ta'sir bo'lgan bilan, ammo joyda shunda murakkab algoritmlarni joyda kvantum kompyuterdan nihoyat tez hal qila olasiz degan gap, buzib olasiz degan gap. Masalan, bizning ishlatayotgan balkim eng murakkab nima ishlatilgan maxfiylar ishlatilganlar balkim 18 sonliq ishlatib qo'yish mumkin degan gap. 18 sonliq maxfiylar ishlatish mumkin degan gap. Ammo bu maxfiylashtirish 256 olatda bor oladi degan gap. 256 ni ishlatamiz degan gap. Endi miyat joyda ochiq taqsimlash prinsipiga o'xshaydi. Masalan, hozir nimaning prinsipi joyda klassik maxfiylashtirish prinsipiga masalan, Adrenalin men bir nima qurdim, aloqa qurdim WhatsAppda yoki Facebookda. Undan keyin men bir maxfiylashtirish nomeri yo'lladim. Yo'llagandan keyin Adrenalin uni qo'lladi. Adrenalin o'zining maxfiylashtirish shifrini yo'lladi. Shundan joyda o'tirliqda ikki karakterdan kelgan maxfiy nurchada birlashib yangi bir maxfiylashtirish hosil qildi degan gap. Bunun bilan ikkimizning aloqasi qurildi degan gap miyada. Bu hozirgi ishlash prinsipi o'sha degan gap, klassik. Endi kvantum joyda bu o'xshash degan gap. Masalan, sizga ochiq taqsimlaymiz degan gap. Masalan, siz Abdurahimjonga bir ochiq beramiz, menga bir ochiq oladi degan gap. Endi joyda men ashnaga taalluq bo'lgandan men ocha olaman degan gap. Ya'ni mankaga uchurlarni ko'ra olaman degan gap. Endi Abdurahimjon kelib qolgan uchur uchun ashada bor degan gap. Men sağan ishkapda bor degan. Men qulub silingan, menda ochiqchi bor, ishkapda bor. Ammo men qulubni olsam, ishkapdan faqat men ko'radigan narsa chiqadi degan gap. Abdurahimjonning bor amaliyati uni ko'rolmayman degan gap. Endi Abdurahimjon o'ziniki qulub ish ochiq narsa-chi, u o'zinikini ko'radi, menikini ko'rolmaydi degan. Bu xuddalik WhatsApp'larda aloqalasak, Abdurahimjon mening uchurimni ko'radi, garchi men bilan bir maxfiyni birlashtirib do'stlik qurgan bo'lsam, ko'rolmaydi degan gap. Bu biroz shuning prinsipini tushunish oson bo'lsin deb bunda tushuntirdim men buni. Endi vaqtda kelgusi masala yuqori tezlik. Buni nima bo'pti?
simulation deb bir narsa bor-da, manada ishlamay o'xshaydi bu. Bo'ldi, keyin qilaman. Masala ochiq asli qilish nima ekanligini men ko'rsatib qo'yay desam, bo'lmay qoldi. Agar keyin fursat bo'lsa, yana ko'rsatib qo'yay. Endi bayatning ama QD2 deb bayatni so'zlab ketib ketdik buni. Mabek muhim, agar mushuni tushunib olsangiz jo'da siz kvantum maxfiylashtirishni xil tushunib qoldim deb qarasangiz bo'ladi degan gap. Bu jo'da kvantum prinsiplardan eng asosiy shakli mush kvantum ochiq tarqitish prinsipi. Hozir eng modulatgan bu jo'da ikki tarafning bir maxfiy ochiqishni bexatar tarqitishiga yo'l qo'ydi degan gap. Ya'ni bir alislam bob deb bir tajriba ko'p ishlagan. Ashnada ishlatilgan. Uni jo'da mayadaki hozir klassik maxfiylashtirishning RSA deymiz. Buni cho'da vaqtda Shor algoritmi deb bir algoritm bor. Kvantum kompyuter, kvantum texnikasida. Bundan cho'da vaqtda birdamda bir taraf qilib olamiz degan gap. Echayotgan bo'ladi degan gap yana. Buzg'i bo'ldi degan gap. Endi buni bu kvantum shifrlashtirish vaqtida mutlaq bexatar. Buni ishlatish o'rinlari cho'da vaqtda hozirgacha eng asosiy banklar. Ninki eng kuchayotgan banklar degan gap. Chunki ular o'zininki rolini yo'qotib qo'ydi degan gap, maxfiyatligini yo'qotib qo'yish degan gap. O'ninkinchisida hukumat va saqlanib saqlash o'rinlari degan gap. Masalan, ammiy sog'lomlik o'rin markazlari degan gap. Har davlatninki o'zininki data ambrul, saqliq ma'lumot ambrul degan gap. Xalqninki saqliq ma'lumot saqlan degan gap. Bu joyda har xil maqsadlarda saqlandi. Shunga buni o'g'irlansa bo'lmaydi degan gap. Endi bizning Uyg'urlarninki saqliq ma'lumot joyda unda saqliq ma'lumoti yo'q degan gap. Ya'ni hamma ishlatib bo'ldi degan gap, ishlatadi degan gap. Shu oshkora saqliq ma'lumot ambrimiz yo'q degan gap. Ya'ni o'zimizga xos bo'lgan saqliq ma'lumot ambrimiz yo'q degan gap hozircha. Endi ma'ni qarasang joyda aloqa yo'lami, ya'ni ko'rsatilgandek joyda ikki odam aloqalashdi, uchinchi bir ninki aloqalash. Ma'lumotda sun'iy amraninki hozirgi sun'iy kvantum sun'iy amra tarqatishniki prinsip mushi degan gap. Masalan, mayadiki harf qo'yib qo'yamasa qo'yibdi aslida. So'sni rangli odam joyda vaqtda odam bilan yeshil sariq rangli odam joyda vaqtda ikkisi aloqa qilmoqchi. Endi bular qanday qiladi degan vaqtda bular aloqasini bir qutining ichiga qo'ydi degan gap. Qutining ichiga qo'ydi. Uning keyin joyda vaqtda bu ikkisi ko'k rangli odam joyda vaqtda uchur yo'llaydi degan gap. Ya'ni shifr yo'llaydi degan gap. Shifr yo'llagandan keyin joyda vaqtda bu ko'k joyda vaqtda ikkisining shifrini qabul qilib, ikkisiga o'rtaq bo'lgan shifrni tang ikkisiga yo'llab berdi degan gap. Ya'ni bu yerga sandiq qulib qo'yilgan narsani joyda ikki odam ocha oladi degan gap. Mushalat ishlash prinsipi mush degan. Hozir kvantum sun'iy amra tarqatishmi mush prinsiplar ishlaydi degan gap. Endi bayat deganda asosiy fotonlarni ishlatamdi desak unda emas, boshqa narsalarni ishlatadi. Hozir joyda vaqtda bizningki telegraf bor-ku, hozir nur kabel deymiz o'laqa telefonlarni aloqa qilgan. Joyda vaqtda mushu biz mushning kvantumdan birlashtira olamiz yo'qmi deb shuni tadqiqot ilib beradi degan gap. Chunki bu agar uni ishlatmasak joyda vaqtda nurg'un mablag' bilan boshqa bir narsa quramiz degan gap. Agar uni ishlatarsak joyda ul aslani biz ishlata olamiz, uningda isrof bo'lib ketishini oldini oladi degan gap endi. Endi kvant ochiq taqsimlash degan yerda qisqacha bir nimalarni deb qo'ygandim. Bularni bayatni degan ma'noga o'xshagan. Port 1, port 2 degandek. Mana uchurni joyda mashqisi o'rtaq uchur bormi yerda? Qulib silingan. Uning joyda buni echish uchun joyda bu ikkisi ayrim holda bu ko'k rangli nimaga odamga uchur yo'llaydi. Odam deb turlar-da. Sistema uchur yo'llaydi deb. Ana bu sistema joyda o'zi mush ikkisiga mos kelgan ikkisiga kelgan maxfiy nomer joyda birlashtirib yangi bir maxfiy nomer hosil qilgan. Bular key degan gap. Ya'ni ochiq degan. Bayatdagi QD degan mush degan gap. Ochiq taqsimlash degan gap. Ana bu joyda bu ikkisiga borgandan keyin ikkisi ocha oladi degan gap. Ammo diqqat qilgan oyda qilani yeshil rang, sariq rang qulupdan ustiga chiqyapti-ku. Bu deganlik bayatda men degan bilan o'xshash degan gap. Men degan maqsad degan gap. Ya'ni sariq joyda o'ziga taalluq bo'lganini ko'ra oladi. Ammo bir sandiq. Bu
Sözsünürəngçə deyəqdə, ummu üzüge təyəlliqini görələydi. Amma həmmisi uçurca bir sandıq saqlaqlıq deyin gep. Endi ma 3-cü birisi deyəqdə, ma yeşil rəng qulub təmin açıq təminləyənçə, bummu ta üzüge layiqini görələydi deyin gep. Şu ayda 3 xil rəng çıxır deyin gep. Əgər deyəqdə həmmisi açıq oxşaş, nima bir olub ketken bolsa, həmmisi bir qulubdan çıxandan keyin həmmini görələydi səbətdə. Əməliyyatda unda emas deyin gep. Müştəbdən deyəqdə kuantum məxfiləşdirişdəki ən utuq qazanatqan tərəfi şu QDK, yəni açıq təqsimləş prinsipi deyin. Ama yerdeki man degeni mana. Yani birinci portun mayerdeki masallar ihbarlı nur çıktı. Onun için yandaş çırak nuru. Ya kıybaş on tarafı nuru. Yanto kürtürgen nur degendek. Mao işleş prensiplerine biraz aslı bunu elik formüladan işlep yani Python kod bilen. Texadam yaxşı düşünüyor olsak, bu sen bir adam A uçur özünün məxfiləşdirişini yolladı, B üçün özünün məxfiləşdirişini yolladı. Onun C onu qəbul qılıb ən axırda yeni bir məxfi nömrə hesab çıxıb ikisini taqatdı. Bu şəraitdə buladı şu. Yəni bular joyda kuantum aloqa yo'li mushu yəni üskünlər kelgan nurni o'lchab chiqadi degan gap. İki xil ixtiyoriy o'lchamda tik yoki gorizontal. Odatda mana shu joyda buning kimiyada ko'rinamdi, balkim yo'q o'xshaydi. Mushalatda kelgan nurni joyda hisoblab chiqadi degan. Shuning asosan joyda o'zininki maxfiylashtirish kodini hisob chiqara oladi degan. Algoritmlar orqali degan. Ana men biroz tushunishsiz bo'lsa, shuni ancha yaxshi iliq nima bo'lmaydi degan. Ana men yerda nimani misol qilib qo'ydim. Bir yerda Hanuka bilan Taro degan. Normal aloqa yo'lini qo'llandik. Qaysi nur va qaysini o'lchaganda raqamni sanaqlarda sifat almashtirildi. Masalan, Hanuka men tunji chirog'ni portret yo'linishda avatdim. Ya'ni bayatın degandiki men yerda. Merik yo'linishda. Masalan, buningki biroz resim qistirib qo'ysam bo'pti-ku men yerga. Buni cho'da vaqtda masalan biz nimaga yer shardagi holatni ko'rsachi, xuddi nur belgilagicha unda to'xtovsiz aylanib turuvchi, har bir gradusda o'zgarib turuvchi bu. Shuning uchun vaqtda buning ishlash sur'ati nihoyat tez deganini bildirdi. Ya'ni shuncha vaqtda masalan bir vaqtda tikni yo'llagan bo'lsa, 90 gradus yo'llagan bo'lsa, yana bir vaqtda yoki 180 gradus bo'ldi yoki 270 bo'ldi degan, ta'tir bo'ldi degan. Mushalatda qabul qiladi degan. Uning uchun vaqtda 90 ga aylantirgan vaqtda uning kendisi ashnamda kayga uchurni ko'ra olasiz degan. Buning uchun vaqtda ma'lum algoritmlar orqali vaqtda kayga uchurni qabul qildingiz, qabul qilgan uchurni vaqtda yana asli qaytarishingiz kerak degan. Uning kendi kayga uchurni ko'ra olasiz degan. Masalan, buni Python kod bilan qilish oson degan. Masalan, men bir uchur yozmoqchi. Uning uchun vaqtda uchur yozdim, uni bir sistemaga kirgizish orqali bir much maxfiylashtirib o'tdim. Buni uchun vaqtda maxfiylashtirganimni Abdurimjonga yo'llab o'tdim degan. Buni to'g'ri ko'rganda hech nima uqmaydi degan. O'jo'nda birdan ajab chiq 1 million belgilar bor-ku, har xil belgilar. Ashlar, harflar, uyg'urcha harflar, inglizcha harflar, har qaysi davlatning harflarini qo'shib iji-miji qilib aytdim-chi uni. Uni ko'rganda hech nima uqmaydi degan. Ammo Abdurimjonda bir yumshoq detal, men yozgan yumshoq detal bor degan. Uning kayga uchurni vaqtda kopiya qilib apro chaplaydi. Bir kuni bo'lib mening yozmoqchi bo'lgan uchurimni ko'rali asli chiqadi degan. Ko'rali degan. Bu hozir qilmaymiz qiladi. Hozir men Python kodda qila olamiz degan. Endi mening ishlash prinsipi biroz shunga o'xshatdim endi. Endi shu vaqtda bu 90 gradus bo'ldi. Men yo'llagan uchur ketgandan keyin vaqtda Abdurimjon uni Abdurimjon baga vaqtda bayatida kodlarni bor emasmi? Shunday uning yo'linishi o'zgarib ketadi degan. Uning uchun vaqtda kelgan yo'linishni o'zgartirish uchun vaqtda muayyan bir algoritmlar bo'ldi degan. Uning uchun vaqtda men maxfiy yo'ldan avatib o'tdim degan gap buni. Abdurimjonda bor. Endi shu vaqtda kelgan uchurni oshnanga soladi, uning keyin o'zi tangshish orqali shu vaqtda kelgan uchur necha gradus yo'llangan bo'lsa, 90 tik shaklda yo'llangan bo'lsa, yanto shaklda yo'llangan bo'lsa, oshnga vaqtda o'ziga taalluq bo'lgan tanlab olib, sizga uchurni ko'rsatib beradi degan. Buning ishlash prinsipi bu shu degan. Endi shu vaqtda o'g'irlash anash asbob bor yo'qligini bayon dedik-ku, bu kuantum maxfiylashtirish yo'lida sizningki o'g'irlik qilishingiz emas, o'g'irlik qilishga urinayotganligingizni bilib qoladi degan. Ikki tarafga tegishali degan. Shuning bilan joyda o'g'irlikni anglash mumkin bo'lmaydi degan. Masalan, mishalimni hozir men bir misol qilib qo'y, to'g'risini telefonimiz bilan qolib qoldi. Masalan, biz burun ilxat ishlatgan vaqtimizda ilxatga to'laliqqa o'lxatim o'g'irlanibdi yo, bu
har xil ko'ryapotganmi deb har xil gumonlarni qilyaptiq-ku burun. Bir 5-6 yillarning oldida. Undan ilgari degandekda. yoki el-xatimizniki maxfiy nomeri unutilib qolib qolsak, uni qaytarib kelolmay, o'g'irlanibdi degandeklar, bunda betarafliklar fikrni o'tirib qo'yapti. Hozir masalan el-xat eshib qolib qolsak, shunda ishlarni tanglab o'zimizning kompyuterdami, telefonimizga uchirkiladi masalan ish birlik narsanikini. Va yoki boshqa kompyuter masalan sizning kompyuteringizda men el-xatni ochmoqchi bo'lsam, shunda el-xat kirganliklar shu zaman uchirkiladi meniki telefonimga. Sen hozir mash el-xatinga pustani, hatto IP-nimizdan tortib qaysi davlat, nerdan chiqayotganlarda mushtaq bir odam kirmoqchi, sam emasmi deb aytgan bo'ldi. Men desam anakanlikka bosman. Shundoq deb jazmlashtirgandan keyin anakanning bir kod evatidi, bir nomer evat. U nomerni kirganda echildigan ketib qoldi-da endi hozir. Bu demak shungiz burunga qaragan vaqtda hozir el-xat ishlatishimiz nima deymiz, texnik ishonchli ko'p qoldi, ishonchli ko'p ketdi. Endi hozir siz so'zlayotgan narsa mushuni selishtirgan vaqtida, abad hozir siz so'zladingiz, masalan, gelma kvantumda shunda bir o'g'irlik qilmoqchi va yoki degan ashunaqalik maxfiy binasi kirmoqchi bo'lib qolsa, shu qilib bo'g'ish bilan uchirkildi dedingiz. Hozir el-xatlar mana shunday endi. Endi siz aytdingiz, buningdan endi boshqa shakldami? Buningdan ilg'ormi endi? Undan ilg'or. O sizningki kelgan uchuringiz shaklda bizniki hozir endi. El-xatingizdan o'g'irlarligini bilamsiz? Birsiniki maxfiy sizning uchuringizga ko'rayotganligini bilamsiz? Bilmaysiz deyinga. Lekin meniki kirmaydiganligini hozir jazmlashtira olmayman-da. Endi burunlik shunda bir odam kirib qolgan bilmaydi hozir. Hozir maxfiy nomer o'g'irlanib qolib qolsa, bir odam ko'rilib qolib qolsa, o'zining kompyuter ochay deb shunda ochgan bilanmi, lekin mening el-xatimga uchirkil tuzamatlar ekan. Mandaq bir yerda sen el-xating birisi kirmoqchi, bu sanmi emasmi deb. Ama gol uchirkil ekan men shu desam, jazmlashtirgandan keyin menga alkan bir nomer evatidi, bir qatta 3 nomer evatidi. Bu 3 numardan qaysi numardan tanla deydi. Tanlasam aninkayni anan kiralaydi. Tanlamasa kiramaydigan gapda bir narsanikini. Uni boshqa nimalar eshitolmaydi endi. Ammo bu kvantumlik unudimi ilg'orib qolib qolsa qanday ilg'ordi deb so'rab baxmoqchi bo'lgan narsam shu. Salbiylikqa konkret shaklda ko'rarmanlarimizga tushundirish uchun. Endi sizning deganingiz klassik kompyuterni maxfiylashtirish 3 asli bir qadamlik, keyin 2 ko'zga hozir 3 qadamlik bo'ldi-ku. Yani 3 qadamlik maxfiylashtirish yo'l qo'ydigan gap. Chunki bu maxfiy endi agar sizningki joyda il-xat dirsangiz, o'g'irlar desangiz, il-xat taqatqa Google yoki undan gumonlansangiz bo'lgan gap. Chunki ular o'g'irlamasa ko'radi degan gap uni. Ko'rmani har zaman ko'rib turadi degan gap. Endi maqsad nima deyapti? Sizning o'zingizning ishlayotgan telefoningizga qaraysiz degan gap. O'g'irlash degan gap sizning maxfiy il-xat dirsangiz, o'g'irlash olmaydi degan gap. Sizning telefoningizga biroz sistem o'rnatib qo'yish deyapti. Sizning hamma nimangizni ko'rib turadi degan gap. Buni o'g'irlashning o'rni yo'q-ku uni. Masalan, mandaning bakin tushiring desa, tushirib ketamiz degan gap. Uning bexatarligini o'ylashmaydi degan gap. Endi miyadagi bayating 3 qadamlik degan joyda uni qila olamiz. Siz kelgan uchirgan joyda men sizning o'rniga agar sizga haqiqatan sizniki o'g'irlik kirgan bo'lsam, siznikini o'g'irlagan bo'lsam, il-xat dirsangizni. Men ularni qilamandim, qila olmayman degan gap. Uni kiralganda uni qilaman deb. Qila olmayman degan gap nima? Ammo shuning arzigidek shu bo'lsa, aniga qildigan gapda, sen 1 millionlik foyda chiqsa, uniga qildigan gap. Ba'zi il-xat dirsam o'g'irlan deb, u mencha ancha nima emas, ya'ni ishonchli xabar emas. Tuvan darajalik narsada hamda aloqa. Adamlar il-xatni bak muhim shaxs bo'lib, alohida bir maxfiy narsalarga lozim ehtiyoj qilib qolsa, qildigan gap bo'lmasa-da odatda odamlar il-xatga diqqat qilmaydi-ku ona narsaga nimaga. Xo'sh. Endi il-xatning o'g'irlashi yoki boshqa Facebook yoki boshqalar o'g'irlanibdi, unda bo'libdi deb aytsan o'zi o'ng'ishli qilib o'zi o'ynaydi Alloh va degan gap. Bu unda asos ish emas degan gap bu. Uni bizda bundan keyin texadan modullar keladi-ku texa. Yo'llab yetib bir uchun mening o'g'irlandi debchi. Amaliyotda u sizning o'g'irlandi degan gap Google shirkati Gmail taqatgan o'rin. Ninki nimasi masala bor degan gap. Arz qilsangiz ufsiz uni. Arz qiling. O'zingiz uning ishonchingiz bo'lmagandan keyin arz qilolmaysiz degan gap. Bunda asos yo'q degan gapni. Shuningdek hozircha vaqtda buzitadi, ammo uni buzganga loyiq nafga erishalsa, uninkini buzish kerak degan gapda. Uni $200 xarjlab buzib, $50 foydasini nima foydasi uni? Uni u manfaat masalasi gap. Nima ishqa o'g'irlaydi boshqalarning uchurini. Sizdan
erişilgan uçur barmı yo'qmi? Shuni qarab o'g'irlaydi degan gap. Agar sizdan nap chiqmasa o'g'irlab, avarlab qanday foydasi yo'qmi? Endi ma kvantum shifrlashtirish yo'qda uningda mutlaq bexatar degan. Buni o'g'irlash emas. Siz urinibmi qilmaysiz degan gap. Ya'ni o'g'irlash maqsadiga aslo yetolmaysiz degan gap. Hozir shunda, texi u bundan keyingi taraqqiyot qanday bo'ldi, qanday emas, uni biz bilmaymiz degan gap. Ya'ni 300 yil yer shar markaz ta'limot bilan shu yashagan insonlar. 300 yildan keyin "Voy, bu asli xato ekan" dedi-ku. Shunga o'xshash, yana bir 100 yil bilan yashab turibdi, buni buzib yetolmaydi ekan emasmi? deb qilishimiz mumkin degan gap. Ammo bu biroz ters degan gap. Agar ashuni buzib yetganda chog'da butun fizikani bir yangi boshda yozish to'g'ri keldi degan gap. Agar shuni buzib yetolaydimi deb adam chiqsa, sen butun fizikani bir yangi boshdan qayta tuzaysan degan gap bo'ldi. Endi maxfiylik kvantum maxfiylikning kelgusi taraqqiyot qanday bo'ldi degan miyat. Mana bayatniki mani so'zib o'tib ketaymi mana. Biroz bir narsa bor ekan miyada. Bu odat ko'p biz anglab kelayotgan narsa bu. BB84 deb anglagan bo'lishim mumkin. Men o'qimayotganman va ozroq tushuntiramiz nima BB84 degan hozirgi shifrlashtirishningki shu nimasi? Yasg'a odamlar. Yasg'a ishkalanninki ismlarining bosh harflari elish orqali qo'yilgan. Bu dunyodagi hozirgi ishlatilayotgan eng kuchli maxfiylashtirish algoritmi deymiz. Endi aslida kodlayapti. Men ishlamay qolmasin deb. Nimaning kodlari biroz ishlamay qoladi-ku. Quantum kompyuterninki, quantumninki ba'zi kodlar va ular hozir qilma yangi taraqqiyot qilayotgan bo'lgan ba'zi narsalar ancha yaxshi ishlamay qoldi ekan. Endi bu joyda BB84 degan joyda o'sha ishga B bilan boshlangan hozir ismini unutib qoldim qanda. Ismini unutib qoldim buning bu ikkisiniki. Keyin izlanib baqsanglar agar uncha nima emas, jon emas bu. BB84 niki degan nima deb ChatGPT yoki bo'lmasa shunday yaqin qaysi bir yazsang bir moj berib patman birim chiqarib bergan gap. Ash ikkidaniki bosh harflarniki elib qo'yilgan. Unga 84-yili bo'lganlik uchun BB84 deb nim qo'yilgan, ism qo'yilgan. Bu joyda hozirgi kvantum hozirgi shifrlashtirishningki prinsipi mushuna asos qilingan gap. Bu hozirgi buzitimiz degan joyda buni buzita olamiz degan gap. Endi miyat joyda buningki miyat aloqasi joyda ikki xil bo'lgan. Men xuddi hozir kvantum maxfiylashtirish chiqqan yaxshi bo'ldi, klassik maxfiylashtirishga mushuna hozir buni aloqa qilgan buni. Men orasidan Bob degan ikkidan bor. Bular paranglashmoqchi. Hozir klassik shifrlashtirish hamda labad paranglashganda bo'lib qoldi degan gap. Endi bular obrazga o'xshatish bo'ldi degan gap. Endi kvantum joyda menda tonlash bo'ldi degan gap. Ya'ni bir tonil bo'ldi, bucha anglayolmaydi, ham kirolmaydi degan gap. Hozir mushunda tushunsan bo'ldi. Endi o'g'anda kvantum shu aloqasi bizga qarab tonlash shekil bo'lgandan keyin endi buningki signalnimi yeshib shifrni yeshamaydigan gaplar shunda bo'lgandamda. Bu amaliyot menda unilish qilgancha amaliyotli qism bilan taqmaydi emasmi bu? Shu uni buzman deyishingiz uchun siz ashna markaziga ta'sir ko'rsatsangiz bo'ldi. Ya bu qabul qilgan o'ringa yoki taqatga o'ringa markaz ta'sir qila olsangiz uningkin siz utib qizlanasiz degan gap. Uni yerim yo'lda uni buzg'unchilik qilmaydi desangiz hargiz buzg'unchilik qilmaydi. Chunki uning yo'li yo'q degan gap. Biz quantum entanglement degan so'zlagandik. O'sha nimada? Ash prinsipini foydalanish uchun joyda buningki yo'lini kesamaysiz degan gap. Mana qo'shash joyda menda o'g'irligini bo'lam degan bo'ldi. Ana toneldan bir yuchiq ichib, bu uchirlarni tortib olish degan gap qanday? Bu degan bayatni shu buzish degan gap. Ya'ni uchirni ham olasiz, qarashtirma uni tuymaydi degan. Amaliyot joyda quantum shifrlashtirish joyda buni ochgansiz, tahlil qilgan zamonlar ishkil tarafga Bob bilan masalan olisga ishkilsiga uchirga berib bo'ldi degan gap. Mana ekan ham yad chiqdi mana. Yozib qo'yapti mana. Charles Bennett bilan Gillis Brassard bularninki ismlarining qisqartirilmasini e'lonlagan.
Aya dedi yani 1984 e'lon qilinibdi ekanda, mana hozir mana 30 yil o'tdi buningga. 40 yil qolibdi, 41 yil. İşte bo'lgankin bu texnika 41 yil ilgari o'ttirib qo'yilgan narsa degan gap bilan işte bo'lganda avamda. Ha. Azgın kem 50 yılda buzutildi degan gap. Yani burun bundarak bir narsa qilgan bo'lsa 1000 yil turadi, 500 yil, 300 yil turishi mumkin degan gap. Hozircha 50 yil turdi degan gap. Yani mush 10 yil burun cho'laqda buni eng kuchli shifrlashtirish deb qaraydi degan gap. Hozircha ma'lum o'tgan yoqi eng kuchli emas ekan degan hali xo'janning xo'jasi bor ekan degandek gap bo'ldi endi. Endi malani unda ko'rib qo'ysam bo'ldi endi. Amchilikda buniki kelgusi taraqqiyoti. Mayli bir nima ekan. Kelgusi taraqqiyot jo'yaqda buniki qanday taraqqiyotlarni bo'lmoqchi degan gap qanday. Buncha 2005-yil kvant maxfiylashtirish amaliyotga kiryapti degan kiryapti dedi-da. 2025-yili o'sha kvant maxfiylashtirish amallashadi deb qaraydi. Chunki bular tajribaxonadan chiqmagan narsa chiqmadi, amaliy kuchini ko'rsatmaydi-ku texan. Tajribaxonadan chiqqan yoqi, masalan, sun'iy aqllar emas, tajribaxonada deydi. Tajribaxonadan chiqqandan keyin endi xalq tunishda uning amaliy kuchini his qildi-ku xalqmi? Munda kuchli ekan deb. Hozir men kvantum texnikasiningki kuchini xalq his qilib bo'lmadi degan gap. U bir maydonga chiqsin, uning kenjota asli kuch mavi emasmi deb shuni qilamiz, anqishchi. Fursat bizdan ketdi, boshqalar bizning hujumimiz bo'lib bo'ldi degan gap. Boshqalar yasab qo'ygandan ara ishiltimiz degan gap. Ishiltarsak taxa. Bo'lmasa xuddi Nokia'ning basic kirgan bir telefonlar bor-ku. Bak, kichik. Ayni ishiltib ko'rgan adam, biroqla iPhone 15 chiqib qolganda bo'lasin. Demayki, onasini nimaligini bilmaydi-da. Shuni o'xshash bo'ldi degan gap. Ya'ni biz kelgusi taraqqiyotni ko'rishimiz kerak degan gap. Bu xuddi shunga o'xshash bo'ldi degan gap. Hozir ishlatgan maxfiylashtirish va boshqa nimalar joyda biroqla shuni o'yda degan gap. Chunki bizning ishlatayotgan narsalarimizning surati ma'lum qarab vaqtda biz xuddi eshak aravaga ketib turib, ayang joyda bir tiz poyezd, Yaponiyaning Shinkansen degan bir poyezd var, eng tiz uchirgan, mangadigan. Ashnaga chiqib qolgandek his qilamiz degan gap. Bu gapimiz anglab xalqqa muzika saytdim to kechiring. Bu gaplarimiz anglab 2000 yilning 5-ida bir vaqtida Oqsuda ishlatgan mazgani bir necha aloqani yig'ilib qoldik-da, har qaysi sahna odamlar. Buni orasida birisi telegraf, Oqsuda telegrafga yangidan ishdan tushgan, maxsus telegraf kasbida o'qigan og'inimizda. Har xil yangi temalar parangiz o'tirib, bu dedi ham kelgusida biz shu telefonlarda paranglaqsak, biz ko'rib turib paranglashimiz. Ya Skype yangi chiqqan mazgillarda hamda. Biz hayron qolgandik, hammamiz mazoq qilganda bolalar o'tirib qo'yib, "Mana bu telefonda bu kameramiz qanday ko'rib o'tiramiz, bu narsani biz ko'rib paranglasha olmaymiz." deb ular zanglik qildik-da. Hozir mana ko'ryapmiz hamda hozir bu telefonda bir yerdan ko'rib paranglashga oddiy bir hozirgi zamonimizda oddiy bir texnika bo'lib qoldi-da hamda. Hamma bor bu narsalar. Degandek ham nurg'un narsalar oldidan burun hamda shuni o'qigan odamlar uni o'qadigan his qildi ekanda, u qaysi davrlik kelganda qanday yangi texnikalarniki o'ttirib qo'ydiganlar. Hozir sizning davatgan so'z aytgan narsangiz 1984-yilda o'ttirib qo'yibki 41 yildan keyin mana hozirgacha bu kunlik turmushimizda ishlatilmaganlik shunaqa. Ishlatamiz yani. Endi texnik biz qanday bir narsa bilinmaganlikda mana so'z aytgan. Bunday bir selektiv shaklda deb nima qilib qoldik-da. Masalan, aşağımız international degan narsani bugun kunda amallashtirmasdan ekan. O'sha hech kimning qalbisiga o'tmaydi. Bugun kunda hamda xuddalik bundan aqliy telefonlar bo'lmasa, xuddi odam burunqilikka davrga kelib qolganda his qilamiz o'zimizni. Ya'ni bu davrniki yangi taraqqiyotni bizning boshqa bir yangicha bir zamon nimalarga kelyapti-da kunlik turmushimizda. Buni keyin qanday hayot bo'ldi, buni mushtasnolik shadir anglagandan keyin azmish his qildik ekanmiz. Xo'sh. Endi kvantum maxfiylashtirishning kelgusi taraqqiyoti qanday bo'ldi o? Degan vaqtda 2025-yilga kelganda kvantum maxfiylashtirishni nima kirdi deb, ishlatishga boshlaydi deb faraz qiladi. 2025-yilga kirib bo'ldi-ku. Hali tukuntuda. Uning kenjota bu kvantum uchirilish, kvantum aloqalar, kvantum telecooperation deymiz, aloqalash joyida buning taraqqiyotlarni tez degan gap. Masalan, Leon Q degan bir shirkat va osmonga. Ya'ni bu joyda ustidan aloqalashishni yo'l qo'ydi. Endi Yevropa uyushmasining joyida Egalmo,
Ha, EAGLE 1 degan bir turi bor. Bu joyda 2025 yilda sinov qilindi. Undan keyin Xitoyniki o'ziniki kvantum aloqalashi sun'iy amra hozirgacha 3 ni qo'yib bir bo'ldi. 2025 yilgacha. Buningki uning kuchini qandaligini shuni izlanib baqsanglar, andan mening nima deyishim bilinadi. Haqiqatan kuchli deng. Chunki men oldingi qitimliq leksiyalarimni so'zlab ko'rsatib qo'ydim. Kvantum sun'iy amra aloqalash markazi deb. Bizningki vatanimizdami yana bu tog'da bor. Maxsus markaz, aloqalash markazi bor degan gap. Ani kvantum internet. Kvantum qadir qilgan tor betlarimizniki nimasi degan gap. Amcho'da mushu kvantum endi biz bu kvantum maxfiylashtirishni o'rgandik. Ammo xuddilik bu ish menda degan gap. Masalan, bir sizmi alohida qismda marganlikni o'rgandingiz, endi birisi alohida qismda marganlikni o'rgandi. Endi ikkisi bir-biriga kirishib qolsa, bir-biriga erishib qolsa. Endi buni qanday hal qilamiz degan gap. Ikkilisi bor texnika bor degan gap endi. Endi bu moda degan. Masalan, kvantum shifrlashtirish dedik. Bizdim kvantum shifrlashtirish bor. Unidim kvantum shifrlashtirish bor. Endi biz agar bizga hujum qilib qolib, biznikini buzitib buzalamdi. Degan vaqt buni qanday hal qilamiz degan vaqtda, unda yana yangi bir texnika bor. Post kvant maxfiylashtirish degan. Bu usullancha vaqtda taqdimmi kvantum kompyuterlarningki sizga hujum qilishning, ya'ni kvantum kompyuter orqali hujum qilishning oldini olgan bo'ldi degan gap. Undan başqa vaqtda bu nələr işləyir degan gap. Məsələn, təlviz taraqqat və təsir fürsətləri degan, xalqaro hamkorlik qilgandek yuqori fan texnik soha degandek bir narsalar bor. Uni keyin xatarlar joyda vaqtda buningki hozirgacha yuqori fan texnika talab qiladi. Uni keyin mablag' sarfiyat yuqori degan gap. Bizning kursimizga ara vizdurlar hamda shuna bo'lsa. Ana mutaxassis kadrlarning yetishmasligi. Bizga bir fursat degan gap. Bu kvantum nimasi kvantum maxfiylashtirish bilan kvantum texnikasi kvantum munosabatlik bir narsa bo'lsa o'rgansangiz siz ish topa olasiz degan gap. Bu deganlik o'rgansangiz bu deganlik emas. Avval o'rganasiz, uning keyin fursatni izlaysiz, fursat sizga kelgan zamonda taqqa tutasiz degan gap. Bo'lmasa o'rganmay turib fursat oldingizga kelsin shu amal yo'q, qolib tursiz degan gap. Hozir vaqt soat kelib bizga bir fursat kelsin, qanday nima ishlar bo'ladi qani. Adan topolmay qolmasak bo'ldi-ku. Onun için yangi internet. Bu joyda internet siz hozir ishlayotgan klassik internet torimiz bor. Bunun o'tishi unda oson emas degan gap. Chunki bir davrdan yana bir davrga o'tish masalasi degan gap menda. Buni o'tish uchun nurg'un mablag' ketadi, nurg'un ishlatgan narsangizni tashlashingiz kerak degan gap. Xuddi Uyg'urlar o'ziningki mustaqil bir sistemani quraman deyish uchun o'zining kallasini bir qatim yangilash kerak degan gap. Bo'lmasa u vatandagi chiqqan holatga yoki bo'lmasa uning bundan kirib qolgan qatman ideyalarlancha vaqtda bu yangilanmaydi degan. Bu unda osonmi? Unda oson emas degan gap. Buning uchun Uyg'urdan chiqqan maxsus psixologlar bo'lishi kerak degan gap. Maxsus tarbiyalangan, ya'ni o'zimizga foydali olimlar bo'lish kerak degan gap. Bularningki ta'sirida aqartish rolini o'ynagan vaqtda uning kendan yangi bir avlod tug'iladi degan gap. Bo'lmasa ko'na ajdodning yo'lini bosgan ko'na avlodlar kelib chiqaverdi degan gapini. Bunda bas taraqqat bo'lamdi, bo'lmaydi degan gap. Uning keyin sonliq ma'lumot. Hozirgi o'sha pul muomala, andan pay chek savdosi, degancha mushnat bo'lsa buningki istiqbolni, buningda nihoyat kuchli istiqbolli kuchi bor degan gap. Shuni siz o'rgansangiz joyda bu sohalarni o'rganish qila olasiz, xizmat qila olasiz. Ana davlat bexatarligi bo'lapmi? Davlat bexatarligi. Buni tarbiyalab, buni silayotgan mablag' tarbiyalayotgan odamlarningki haddi hisob yo'q degan gap. Eng oddiysi Xitoyning o'zining silayotgan 10 ming kishilik bir nimasi bor. Maxsus davlat tarbiyalayotgan. Davlat tarbiyalayotgan, boshqa shirkatlar emas. 10 ming shu kvantum bexatarlik nimasida tarbiyalayotganlar degan gap. Buni izlanib baqsangiz chiqadi degan gap. Qancha kuchayotganligini necha universitetningki birlashib turib ashuna tarbiyalayotganligini ko'ra olamiz degan gap. Sen nima bunda desa degan vaqtda buningki izlanib baqsangiz 2016dan boshlab hozirgacha Xitoyningki e'lon qilgan maqolalari dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turgan gap. Mush kvantum munosabatlik maqolalari.
Ağam patent hukuklarımı dünya boyunca birinci orunda turadi degan gap. Men deyapman bu sonliq ma'lumot izlanib baqsangiz bo'ladi degan gap. Manda desam bek maqtayib borasiz demanglar. Biz dushmanimizni ravrs tunishimiz kerak, o'zimizni shunga loyiq tarbiyalashimiz kerak degan gap. Bo'lmasa aloq bir gap bor-ku. O'zimga paylamay shilting aytibman, bir mushuk paylamay yapti yetibman deydigan. Anday gap bo'lib qolgan gap. Bir mushuk paylamay qolsak bizning yapti emas. Mangulik adamiz degan gap. Hamcha vaqtda sog'lomlik sohasi. Bayat dedik bizningki har qanday bir davlatninki o'zininki maxsus kodlangan to'pliq bor degan gap. Ya'ni bu nima deganda bir davlatninki o'zini saqlab qolishningki eng oxirgi kuchi degan gap. Bir davlat qul bo'ldiki, ammo necha yildan keyin vaqtda yana tik tura olishningki o'rin soladi degan gap. Har qanday bir millat degan gap. Bizning ajdodlarimiz shunda sog'an degan gap. Shunga bir mag'lub bo'ldik 70 yildan yoki o'tib ketsa 70 yil. Bu vaqtda yana bir yangilanib kuchlanib chiqdik degan gap. Bu tariximizda o'qib baqsang bo'ldi degan gap. Unda bo'sh emas bizning tariximiz. Ammo bizni ash holatini biz yo'qitib qo'yganligimiz uchun vaqtda hozir 250 yil bo'ladi. O'zimizni yanglab mutlaq holda yanglab bo'lamiz degan gap. Yangildik. Ammo yangilash xuddaligi hujayraning o'zini yangilashdan o'ltirishni tanglab qolsa uning normal bo'ldi endi. Agar yangilash azlab o'lish tizlab ketsa-chi. O o'ldi degan gap endi. Shunga o'xshash bizning yangilangan ajdodlarimiz bormi, chiqqan. Ammo so'rilib eslib o'tirgancha ularni chiqqanligi uchun bizga kuchni ko'ramadik degan gap. Shu u to'pliqimizni cho'da ham sirtqi ham ichki omillar degandek narsalar u bizningki sog'lomlik sohasi, ya'ni bir millatning yo'qolib ketishining oldini oladigan bir nima cho'da uni yo'qotib qo'ydi degan gap. Endi bularni cho'da saqlaymiz degan gap endi. Bularni maxfiy holda saqlaymiz degan gap. Agar buni cho'da boshqa davlatlar o'g'irlansa cho'da mushunga hujum qildi. Buni hujum qilgan zaman cho'da u davlatningki, u millatningki bundan keyin boshqa turilishi mumkin emas degan gap. Endi keldik. Bu bunda ekanda Uyg'urlar nima foydasi deymiz. Biz endi o'zimizga foydasini so'zlaymiz endi. Uyg'urlar nima foydasi? Qanday fursatlar kelyapti, qanday nimalar bor degan. Masalan, biz o'zimizningki madaniyat deyapti, til va boshqa narsalarni o'z ichiga oldi. Bu madaniyat desam, do'qninki madaniyatchilik qilib olgan narsani singlagan bo'lsin. Tarixiy va tilimizni cho'da saqlashimizga, ya'ni o'zimizningki bundan keyingi millat bo'lib putirib turishningki asoslarini, elementlarini saqlash cho'da nihoyat zo'r fursatlar kelyapti degan gap. Mushalat saqlay olsak bundan keyin yo'qolmaydi degan gap. Agar saqlaymasak cho'da amal yo'q degan gap. Ya'ni shalinib ketamiz degan gap. Uning keyin cho'da iqtisod va bank va savdo va xalqaro hamkorlik degandek sohalar cho'da buni bizga cho'da ishlash fursatlari keldi degan gap. To'g'ri, hozir biz o'zimizning kuchni ko'rsatamiz. Ammo cho'da yakka holatda unda cho'ng o'rinlarda ishlaydigan vaqtimiz uchun uning keyindan asta kuchimizni ko'rsatamiz degan gap. Hozir bizningki bir yuqori darajali ministr bo'layotgan Uyg'urlar bormi bir davlatda? Yoki bo'lmasa BDT ishlayotgan Uyg'urlar bormi? Yoki bo'lmasa yuqori xalqaro cho'ng banklarda ishlayotgan biz Uyg'urlarga iqtisod to'g'riliq, bundan keyingi taraqqiyot to'g'riliq ta'lim tarbiya berayotgan, tushuncha berayotgan, dars o'tayotgan haqsiz bo'lsin endi. Ashnalar bormi? Mushuna bir to'plum o'zininki bilim bilan bir millatning ijtimoiy millatdan cho'da iqtisodiy millat, uning keyin cho'da siyosiy millat ko'tarilgan vaqtida uning keyin u millat o'zininki siyosiy birligini, ya'ni davlatini qurib chiqadi degan gap. Bizning texnik to'plum ijtimoiy holatini ko'tariladi degan gap. Siyosiy holat o'yin to'sin, iqtisodiy holat ko'tariladi degan gap. Desam bak ashirvat deymiz endi, balki ashirib ketgan nima? Ammo o izlanib baqsa bo'ldi degan gap. Siyosiy holat texnik mayni turib tursin texnik. Navbatga realligimiz bu-da, ham uni yani bizningki mushu danglik o'rinlarda, uning tadqiqot markazlari, sanoat taraqqiyot markazlari joylarda ishlash joylarda fursatimiz bor degan gap. Fursat kelyapti degan gap. Yani boshqalar o'rganganlar joylarda o'rganib ishlab beraylik degan gap. Endi joylarda biz yangidan bir narsani o'rganib joylarda tez suratda ularning oldiga o'tib ketish ehtimolligimiz kelyapti degan gap. Bu fursat bu. Biz ularni keyinda yana maqmaymiz degan gap.
Biz to'g'ri yo'ldan chiqibla oldiga o'tib ketamiz degan gap. Siz ikki mashina qo'g'ilishib kelyapti, musobaqalashib. Bizcha fursatni kutib turyapmiz. Bizga fursat kelgan zamonlar o yo'ldan chiqibla, ular yanti yo'ldan chiqibla oldiga o'tib ketadi. Oldida chepka qilgan gap. Mushuni o'xshasa qoldi degan gap, ha. Ya'ni bu fursat nima deyapti? Oldimizda masalan menda bir ikki mashina kelyapti deyli. Biz meyda saqlaylik. Meyda poyez bor degan gap. Bu poyezni hozirgi kvantum texnikasi deyapman o'zi. Ashni ugunib, poyez o'tib ketgandan keyin cho'daqda bizning o'talaymiz g'ayonga. Biz ugunib bo'lgandan keyin cho'daqda ikki mashina kelishdan burun ugunib bo'lsak, biz oldiga o'tib eng oldiga ketalaymiz degan gap. Tez suratdan ketalaymiz degan gap. Bu mushuni o'xshasa qol degan gap. Hozir bizningki fursatimiz mushu. Agar bundan keyin cho'daqda bu fursat ya'ni 2 yil, 3 yil olat cho'daqda o'zimizningki muajoratlik to'plamda muajoratlik Uyg'urlar cho'daqda o'zininki sonliq ma'lumot ambiri va aql ambirini va yak boshqa kvantum tadqiqot markazlari, yuqori fan texnik markazlari degandek tadqiqot markazlari. Ashuna narsani cho'daqda kichik olat bo'lsin qurib bo'lamiz cho'daqda. Bu biroz ta'sir qilgan gap. Endi bizni umid cho'day vaqtda masalan sistemninki ya'ni Uyg'ur tabiiy fan tadqiqot markazi va sistem Ashling Qur'on torbetlari bor degan gap. Ashlarning tarbiyalayotgan bor degan gap. Ularning xizmatlarini qo'llashimiz kerak degan gap. Kuchingiz, siz o'qimasangiz o'qimang, qo'llang, o'qing, pul to'lang. Pul to'laydigan yeriga. Eling, kuchingiz yetmasa o'qiyolmasangiz ashdan hech bo'lmasa pul to'lab qatnashing uningga. Ash mablag'lar cho'day vaqtda ular o'zining boshqa xizmat qilayotgan ishidan cho'day vaqtda pul topgandan keyin cho'day barliq ishini vaqtini aniq ajrata oladi degan gap. Ular 8 soat ishlab, uning keyin kelib qilayotgan narsalar bo'lishi mumkin degan gap. Men shuni qilyapman degan gap. 8 soat ishlayman, uning keyin uyga kelman, uni qilayotgan narsa degan gap. Siz ashlarni qo'llasangiz cho'day vaqtda ular 8 soat haq ishlagandan cho'day vaqtda agar azroq ashdan kelgan mablag' sizdan boshqa qarindoshlarimiz qo'llagan mablag'lar bo'lsa-chi, ashdan cho'day 8 soat to'liq aning qartalaydi degan gap. Ya'ni 8 soat degan gap. Uyg'ur sistemidan bu yoqqa yangi bir nima sistemasini e'lon qildi-ku ular nima. Ama tirishib hamda nurg'un vaqtlarni zihni chiqarib kechgacha ishlab e'lon qilibdi bir narsalarni ekan. Ajisini ko'rib vaqtida shuninki qimmati hamda bizning diasporadan bir yangilik ekan deb bildim bu narsalarni. O bolalar kichik bolalar bekkalikka diqqatni beryapti-da, kichik bolalarga o'sha robot narsalarni yasash, ashuna programmalarni yozish, ashuna qilyapti hamda narsa. Ko'rib shunda bir xil qo'shilmanda bola kishigidan tortib, mana bolalarni olib bir ijodkorlik ro'yini yetiltirishda ajoyib bir yangiliklarni olib kelyapti bolalar. Bu bolalar qilayotgan nurg'un ishlarni oz bir qismini to'g'ri ko'rsatadi xalqimizga, ko'pinchisini biz bilmaymiz. Ashuna butun narsani bularni sistemaga ilib maxsus torbat e'lon qildi hamda. Bu shaqada o'zimizning o'ylaganlarini ashuna torbatga ko'rgandagi his qilganlaringiz bir ozroq bir o'rtoqlashsangiz. Ya'ni men to'g'ri dunyoda ko'rgan eng xushonlarlik ishning birisi. Şimdi ben şu To'g'ri, men qilyapman buni, ammo olet emas. Meningki biroz cho'nglarni maqsad qilgan. Ya'ni yoshlar va o'rta yoshlarni maqsad qilayotgan. Ya'ni tadqiqot mening yo'linishim o'xshamaydi degan gap. Ma'lum bir temani yo'linish qiladi, ma'lum bir maqsadga yo'linish qiladi degan gap. Ularningki qilayotgan joyda bolalarni tarbiyalash nihoyat yaxshi qilingan narsa. Shuni dedim-ku, bayatdan kuchimizni yetishi qo'llaydi. Siz o'qimasangiz o'qimang, qo'llang, eling. Balkim $100 yoki $50 uni ishga qatim sirtdan tomoq yeysangiz uyda degan gap. Ashuna cho'datda balkim siz bilmay o'zingiz Uyg'ur tadqiqotiga, Uyg'ur taraqqiyotiga bas qo'shib qo'ysangiz mumkin. U ko'chalar shuar to'lab yurishningki uningda siz ashunday bir mablag' deb qo'ysangiz, demak 70 to'layapmiz g'o. Agar foyda so'g'an bo'lsa, hozir foyda so'ladi ko'ryapti degan gap. Unda bo'lgandan keyin endi cho'daqda biz hammani qilib baqdik. Qilmagan narsa-chi, yuqori fan texnik, mush fan texnik qoldi degan gap. Mushning kuchimi degan gap. Bizning nurg'un tadqiqot ismi cho'ng tadqiqot markazlari bor degan gap. Institutlar bor degan gap. Hatto akademiklar bor degan gap. Ularning qilayotgan ulug'vor ishlarini balkim o'zlari bilishi mumkin degan gap. Bizning qilgan ishimiz jiq. Ammo vaqtimiz beqis degan gap. Mush qisqa vaqtda eng kuchli qolat eklanish kerak. Buni qilish uchun joyda ikki xil amal bor degan gap. Birisi ko'p pulingiz bo'lishi kerak. Andan boshqalar ishlayotgan Uyg'urlarni boshqalarga
8 soatlab ishlab borayotgan joyda yig'ib kelib shu maoshni shunaqa berib yoki ortiqroq berib ashuni xizmat qildirsangiz bunda imkoniyat yo'q hozir bormi yo'q bizga pul valla uning mablag' sanmaydi degan endi ikkinchi bir fursat qoldi degan bu nima degan vaqtda yakka holatda o'rganayotgan ixtisosliklar bor degan masalan torbet layla shulamdi yoki mashina o'rganish shulamdi yoki bo'lmasa boshqa nima qilayotgan endi ashlar joyda turibdi men mani bildikanman men mani bildikanman deyishib kelib biz bu texnik biz o'zimiz bilganlar bilan uyg'ur manfaati uchun uyg'ur uchun nima ish qila olamiz muayyan bir fikrni o'tirib chiqdi degan bosh vaqtda demak hozirgi fan texnik dunyosida yuqori fan texnik kvant dunyosi bilamdi yuqori fan texnik dunyosida biz o'zimizni saqlab qolish uchun nima ish qilishimiz kerak deganni bir aniqlab olgandan keyin joyda ansi biz mani qildik ekanmiz mana bir projekt qilaylik buni joyda hammamizga taqsim etamiz degan gap uni joyda uni siz 8 soat qilmasangiz bo'laveradi degan gap xizmatdan chiqib pullik 1 soat yarim soat qilib qo'ysangiz nurg'un ishlar bo'ldi degan gap hal bo'ldi degan gap ana mushu holat bizga fursat mushu degan gap meningki bu to'g'rida dars qilishimning sababi mushu degan gap amniyatda u darsni qilmayman boshqa qo'shimcha kasblar qilsam undan topgan pulimning shikkasini topa olaman degan gap o'sha sanatda endi mening maqsadim nima degan vaqtda uni tarbiyalanib chiqqan qarindoshlari ish topa olsa u yaxshi agar ish topolmasam degan vaqtda biz birlashib turibdi biz shuni o'rgandik 6 oyni yaqi endi biz o'rganganimiz bir o'zimizning manfaati uchun ya'ni o'zimizning manfaati degan biz o'zimiz uyg'ur bo'lgandan keyin uyg'ur manfaati uyg'ur manfaati uchun nima ish qila olamiz deb bir o'zimiz tarbiyalagan bir kelishimiz kerak endi boshqalar tarbiyalaganni boshqalar shildi degan gap endi shu o'zimiz tarbiyalaganni o'zimiz bilan birlashtirishimiz kerak degan maqsad endi eng oxirgi maqsadim meningki shunda bir hozirgi tizimlatganlar 10 necha endi kelar yil balkim yana tizimlash mumkin degan gap shunda bo'lsa 20-30 odam bo'lsa 20-30 odam bilan nurg'un ishlar qilaymiz degan gap u birdamda nurg'un ishlarni qilaydi masalan O'g'ristanning qilayotganlari nihoyat yaxshi degan gap bizningki to'rbetlarda facebooklarda ko'rasiz nurg'un nihoyat yuqori saviyalik bolalar bor degan gap endi boyatni degandek uyg'urlarga nima foydasi qanday fursatlar degandek boyat madaniyat qo'g'inishi iqtisod va boshqa bexatarlik bo'libmi uning keyin boshqa tadqiqot o'rinlarida ishlashgan uning endi xristian joyda nima kam texnikamiz kam tarbiya va boyliqimiz kam dunyoviy raqobatchi bunaqa dunyoviy raqobat emas o'zaro raqobatda yetishmayapmizda ashdan joyda xristian ko'p degan gap dunyoviy raqobat bo'libmi biz bu dunyoviy raqobat deganda deb deyish oson bo'lgan bilan xili salmoqi va xili kuchi va gap degan gap shuni o'zimizningki nima ish qilayotganligimiz bundan keyingi uyg'ur qanday foiz ep keldi qarab boqaylik hozirgi 40 kirgan bo'lsanglar ya'ni 10 yildagi 50 kirsin degan gap ishonib tugaydi degan gap bizning hozirgi tashkilotlarning hammasi 5 yil chiqib olganlarcha asta qirib ishni tugatadi degan gap masalan tashkilotda birlikni mallaqlagandan keyin u o'zining bir yangi birini qurdi degan gap xuddi do'xtim ayrilib chiqqanlar yangi birini qurgandeklar u bizningki hammamiz udi bo'sh qurilgan ya'ni safoliq holatda qurish uchun joyda biz o'zimiz ya'ni yoshlar 2000 yil chiqatkicha bir ish qila oldi bo'lmasa tugadi degan gap ya'ni bu men umidsiz ekansiz demanglar men sonliq ma'lumotni asos qilaman sonliq ma'lumot nima degan bo'lsa shuni tutaman degan gap u hissiyot deganlar 2 soat to'lab qo'yib 3 kun dam olib 1 hafta dam oldigan holat degan gap endi keldik eng oxirida bizning so'zlaydigimiz bunda xulosaini o'zinglar ko'rsangiz endi agar 0 dan boshlab o'qiydiganlar bo'lsa nima ish qilish kerak nereden boshlash kerak endi siz hech nima bilmaysiz uning uchun qanday qilishim kerak deysiz degan gapda buning uchun vaqtda birinchi qilib siz matematika yaxshi bilmasangizmi matematika hisoblash anikin sig'liq algebra deganlarni tushunsangiz bo'ldi degan gap bu uncham ta'sir emas hozir desangiz nurg'un nihoyat ezib tushuntirib qo'ydi degan gap uning ikkinchi asosi fizik bilishingiz kerak bularmi kvantum fizikasini asos fizikani bilishingiz kerak ya'ni klassik fizikani
Anda quantum physics kirgancha asas fizikni, klassik fizikni butunlay unutib ketib, undan keyin quantum physicsga kirishingiz kerak degan gap. Şoňalyk maşykny aýryp itiş kerak. Asas fizikni, ýani klassik fizikni bilmey turup, bilmey turup bunu kılaman deseňiz kynanyp galysyz degan gap. Buning üçin asly klassik fizikni bilişiňiz kerak. Uning keyin uni quantum fizikine kirişden burun hemmeni butunlay unutup ketip quantum fizikine kiriň degan gap. Buning üçin bu birinci qadam unda täs emas degan gap. Hemmemiz kıla alaýmyz degan gap. Men mi kıla aldım degan gap. Kıla aladym degan gap. Siz mi kıla alaýsyz degan gap. Çünki haq ýegen nanny bizim ýatymyz go. Haq ýeganny iş biz kılamaýmyz. Endi üçinçi wagtda klassik mähbileşdiriş. Bularni düşünüşiňiz gerek degan gap. RSA, ningen AES degenlerni. Eň ahyrky wagtda kvant açyk taksimleş prinsipi. Mesela BB84, onun keyin QD degenlerni muşlarni düşünüşiňiz, muşlarni ämeli işlete alýaşyňyz, bilişiňiz, düşüne alýasyňyz gerek. Ämeli işletemeseňiz bol degan gap. Aşyn düşüne alýasyňyz wagtda qagançy wagtda nähsus formulalar, kodlar bar degan gap. Onu siz kıla alaýsyz degan gap. Şoňa ügüniş ýoly çöýe wagtda tüýenden üstüge çykyman deseňiz çöýe wagtda fizika, matematika, ony klassik mähbileşdiriş, ony keyin kuantum mähbileşdiriş. Yani tätir gaýtaman deseňiz boldy degan gap. Onu bolmaýdy degan gap. Mesela en baş QD-ni bilmek, yani kuantum mähbileşdirişni, açyk taksimleşni, ony keyin matematika, onu öňüp baňyk, turtda bu kanda işleýdigandi dep izlenip bakýanys geldi go. Yani bunu keyin turtda bu fizikning bu entanglement superposition bu kanda işleýdigandi dep, ony keyin anda gaýtyp bilgensiz boldy degan gap. Şu gaýsy ýoluny tanlaşyňyz özüňizge bagly degan gap. Meniň täwsiýe kıldygynym çöýe wagtda tüýenden başlap meňişiňiz gerek. Mesela biz kuantum maşyna öňüşini başladykmy ýa-da? Buning çöýe wagtda asaslyky nölden başlaýmyz. Yani nöl seviýe. Siz toğra bilseňiz tek ýaxşy. Ama bilmeseňiz bu alyky elip maňalaýsyz dep garaýmam. Çünki düşünüş ihtidaryňyz, tefekkür qilish ihtidaryňyz bolsa, normal insan bolsaňyzla elip gitýärleýsiz degan gap. Bu degenlik o asas bolmaýdy degenlik, onda tätirge burwanmaýla buny. Asasyňyz bolsa tek ýaxşy. Bolmasmy kıla alaýsyz demekçi. Yani qyp gitýärleýsiz demekçi. Muşu töz saýgyny, ämniyet bu töz saýlar mesela bular öz işini çöýe wagtda mesela statistik öz işini çoň 2 türge bilinip de kiçik 30 türge bilindiň gap. 30 temiň bilindiň gap. Ma çöýe wagtda Python, NumPy, Pandas degenler çöýe özüniň içinde neçe türler bilinip giden gap. Ma kuantum maşyna öňüşde wagtda bu çöýe çoň diýatdan 4 türge bilindiň gap. Yani kuantum maşyna öňüş, TensorFlow, ony keyin nerve teoria. Ony keyin maşyna öňüş. Endi kuantum maşyna öňüşde özüniň içinde ana kuant texnikse, kuant fizikse, kuant teknikse, yani mehanikse, kuant teknikse şunu öz içine alýan gap. Mara çöýe goşum dersde buny bilseňiz ýaxşy, bilmeseňiz çoň mesele ýok degan gap. Bularny ämeli sözleýmez degan. Bizning okuş ýakymyz bek azan $30. Siz izlenip baksanız boldy torly dünýäsiň. Kuantum maşyna öňüşke $100 aýlyk $100 mekdep barmy eken dep, okudaýa barmy eken dep. Bu hepde neçe gün bu dersi? 3 gün boldu. Düşenbe, seýşembe, çarşembe, jüme günü. Mesela tünigen biz birinci kıdımlık dersimizni kıldık. Üçüncü kıdımlık dersimizni. Äti ikinci kıdımlık dersimizni kılymyz. Jüme günü üçüncü kıdımlyk. Muşaletde dawam kılady degan gap. Eger öwrenmekçi bolan garyndaşlar 15-nji ýyslagaça tizimler sany boldy. Tizimde nimeler hem şu meniň Torbetik kirsem, YouTube kanalyna kirsem bu ýa bolmasa meniň Facebook adresem ýa bolmasa Adremjanyňky yollagan nimesini ahyrga komment şekilde ýazyp goýgan. Yollap goýgan. Aşaýdan çöýe wagtda tizimdeş we bolmasa bizning kitaplarymyz bar. Aşağı kirip ämeli ahwalyny nimeler kirip gyzanly. Meniň Facebook adresim kulasaňyz 3 kıtymlyk synak dersi bar. Aşaýdan aňlap gysaňyz boldy degan gap. Yani meniň birge täwsiýe kıldygynym oyun tuluksuzny pütügen, tuluk otdur. Yani tuluk otturny tuluksuzny pütügen ýa-ki pütümekçi bolan, tuluk otturny pütürip uku wagt galan, ali mektepde çykmakçy bolan lany birinji jolap täwsiýe kılmam. Ikinji jolap täwsiýe kıldygyň jolapda ali mektepde şu mälim kesipde okup magistrlyk ýa-ki doktorlykda gaýmykyp kalgan. Fizik sahaty bolamdy, gaýsy sahaty bolsun. Çünki hemme saha çetilýärdi degan gap. Kuantum himiýasy, kuantum biologiýasy degende hemme kirýärdi degan gap bu. Kuantum fizikse, kuantum matematikse degendek. Unda bolgandygy jogda gaýsy sany öwrenseňiz jogda aşlaga birinji jolap täwsiýe kılmam. Ikinji jolap, üçüncü jolap täwsiýe kıldygyň jogda bir näs ügenmekçi. Ügenip aň ahyrda
birə məqsədkə yetməkçi olğan, qilish kuchi yetadigan, o'ziga ishonchi bo'lgan qarindoshlar kirsani bo'ldi degan gap. Chunki bu yo'l biroz uzunroq yo'l. Bizga nisbatan uzun, amaliyot qisqa yo'l bu. Hech qanday bir yerda kvant mashina o'ynashni 6 oy tarbiyalab birimiz deydigan unda bir program yo'q degan gap. Eng az bo'lganda 1,5 yil, 2 yil bo'ldi degan gap. Izlanib baqsana bo'ldi degan gap. Men yolg'on so'zmayman degan. Ma 6 oy meniki. Endi buni nimasi 6 oy qilding? Deydigan masala chiqdi endi. Chunki bizning qildigan ishimiz bek ko'p. O'rgangan mazmun texmi ko'p degan gap. Vaqtimiz-chi qis degan gap. Shu o'rgangan mazmunni bek parchalab etdim managa. Ana biz shu vaqtda biz qildigan narsalarimiz shu vaqtda o sizningki birinchi peshtaq, ba'zilarning tatacha 3-chi peshtaq bo'lishi mumkin degan gap. Ashni yasab qilish degan gap. Ya'ni taqlash peshtaqi deymiz endi. Xuddi mayli Do'lqin ma'lumninki maktabda o'qib, 12-chi uni u xizmatni qilmadim, ammo u bir taqlash, ya'ni yiroq sekirish bir peshtaq bo'ldi degan gap. Ashni shu vaqtda ashningda bir ish qo'landim, ammo kirgan deguncha uni qilmadim garchi. Qilmay boshqa bir yo'lni ko'tab ketdim degan gap. Chunki mening kirgan shirkatim shu vaqtda ham uni ham data analiz yoki mashina o'rnashda soati bakin ashin kiramsa meningki tarjimonimni ko'rgandan keyin sen mana deb kiribsan, sen isrof bo'lib ketgan mana kirsam shu dedi. Men mutaz qo'shildim uning kendan. Chunki har qanday bir shirkatniki shirkat xodimi boshliq shu vaqtda o'zininki xodimlarninki isrof bo'lib ketishini oldini oladi degan gap. Agar kallis ishlasa degan gapda. Asl tashkilotlar shunday bo'lishi kerakda. Bular bizning tashkilotlar. Bizning cho'da isrof bo'lib ketishning oldini olish emas, isrof bo'lib ketishni yo'l ochadi degan gap. Endi mushlarni bilsangiz, uning keyin o'rgansangiz bo'ladi. Bularning cho'da vaqtda bizningki to'r bitimiz bor, ashlarning cho'da vaqtda texniki tafsiliy nima gunohligini ko'ra olasiz degan gap. Bumi deganda, mana bizningki YouTube kanalimiz bor. Mushlarning kirib ko'rsangiz bo'ldi. Bizning araz 89 ta texnik. Biz bir urush idol o'ynagan bo'lsak, balkim bir amonlab ketish mumkin demoq. Shun qarindoshlarimda biroz bugun biroz uzroq so'zlab qo'ydik, vaqtimni qo'ygan bo'lsak, xafa bo'lmaysizlar. Endi yana birisi o'zingning meningki ba'zan chunki mo'rning isning ochiqini nima bildi? Mo'ri biladi-ku. Bir ishni qilayotgandan keyin shuningki naqadar muhimligi bundan keyinki bizdek bir millatga nisbatan. Bizning bir davlatimiz bo'lsa, men uncha kuchab ketmaydim, o'zimning o'yinni o'ynaydim degan gap. 8 soat xizmat qilib qo'yib, shanba kuni o'ynab yurmandim. Nima bundan japoy menga? O'zimning davlat bo'lgan bo'lsa, ammo o'zimning davlat yo'q degan gap. Mening bir 30 milliondek xalqim ayada yo'qolish bosib bo'ladi degan gap. Muhojiratdagi oldimiz tayinliq degan gap. Buning uchun jo'yaqda kuchimning yetishicha qilalig'imni qilib men shu digital dunyoga qo'yib qo'ymoqchi degan gap. Bu yo'qolmaydi degan gap. Shu siz eng hech qilamadim degan vaqtda uyg'urcha bir kitobni PDF ga aylantirib qo'lingizga yozib olamiz. Qanday qilsangiz qilib. Ashni tekst shaklga aylantirib saqlab qo'ying. Keyin vaqt kelgan vaqtda bizning qilimiz o'zimizning sun'iy aqlni yasaymiz degan gap. Qilinmaydigan ish emas u. To'g'ri, texnik ketadi, iqtisod ketadi, nurg'un narsalar ketadi. Ammo shu har bir qiyinchilikningki bir hal qilish yo'li bo'ldi degan gap. Hal qilishni yo'q bo'lgan qiyinchilikni Alloh bizga bermaydi degan gap, biz qilmaydiganlarimiz bor shu. Shu mening qanimga azab o'tdinglar. Nurg'un yangi fan texnik bilimlardan xabardor bo'lib turibsiz. Hech bo'lmasa haftada bu 8-oy biroz aramayib qoldim. 9-oydan boshlab yana davomlashadi. Oyda bir seshanba kuni, uning keyindan payshanba kuni. Mush kunda yangi xabarlar, yangi texnika munosabatlik o'rganishlar shu o'zimizning qalbil to'r bitida, YouTube kanali bo'ldi. Darslarimiz shu vaqtda o'zimizning to'r bitida bo'ldi. O darslar bu YouTube kanaliga chiqarilmaydi. Bo'lgansiz bugun mening mushoyarchilik bo'lsin. Anglab berganlarga rahmat. Balkim nechadan angladigan unutmadim ammo. Hali yonimiz ko'ryapti. Eng oxirgi xulosani deydi, kvant maxfiylashtirish bizning kelgusimizning ochiqchi. Jig'ib aytgan vaqtda. Uni egallab jo'daqda Uyg'ur jamiyatimizning taraqqiyotini kuchaytirishimiz, uning keyin texnimi kuchli bo'lgan, texnimi bexatar bo'lgan Uyg'ur to'pligi hosil qilishimizning jo'daqda
asas degan gap. Bundan keyin joyda texnik ko'p uchraydi degan. Mening ilhidimni o'g'irlayapti, Facebook'imni o'g'irlayapti ekan, menda uchir zitdi emasmi, men emasdimi bu deb. Men emas bo'lsangiz o'chirversangiz bo'lmadimi Facebook'ni? Hozir Facebook shirkati 3 qadamlik maxfiy nomer to'g'irlash beryapti-ku. Telefoningizga bir qarang. Telefoningizda nayning bir narsani tushirib oldingiz. Ona bir qaraysiz, undan keyin eng oxiridan Facebook shirkatini da'vo qilsangiz bo'ldi agar haqiqiy o'g'irlangan bo'lsa. Kuchingiz bo'lsa, haqiqiy siz to'g'ri bo'lsangiz, arz qiling. Arz qilsangiz aqidi, aqmaydigan ish yo'q. Ammo xalqni aldimang. Ya'ni Uyg'ur xalqini yo'llab o'tib, men yo'llamadim, uni qilmadim deb ba'zida o'g'a shu shart qilib javob qilib baq. Amal yo'q endi. Bo'lgansa, shunday qilaylik qag'ini, yana kelar qatnashlarimizni. Bo'ldi, rahmat. Qavuljon qimmatli vaqtimizni chiqarib, millatimizni eng yangi ilg'or texnika, ilm bilimlari bilan oqarchi berayotgan bu ruhimiz haqiqatan qadrlashga tegishli bir ruh. Kimdan yana nurg'unlagan ziyolilarimiz mana shunday bir ruh bo'lgan bo'lsa, biz o'z o'qigansa deb millatni oqatish, millatni tang yetaklab minish bir ruh bo'lgan bo'lsa, bizim bu diasporadagi holatimizni boshqacha bo'lib, boshqacha yangicha yangiliklar barliq kelgan bo'ladi. Texmo millatningki aqli echilib, texnik uyish kuchimiz oshgan bo'ladi. Allah shunda bir ishlarga nisb qilsin. Shuning uchun qadamni biz olmay bo'lmaydi bu narsaga. Bu vaqt siz bir yangiliklarni qilyapsiz. Alloh xolsa chiqar keyinda ulab boshqa kasblar o'qiganlarni millatni oqatish orqali o'zini millat olib bir mas'uliyatini ado qilay, bilimni millatga berishlaydiganlar chiqib qoladi. Yana bir shu buni so'zlashimning maqsadi. Men bir so'zlagan narsani ma xato deb bir chiqib qolsin deb so'zladim. O chiqib qolsa demak men bir narsa o'rganib olmayman, yana bir shu aynan bilimlikdan birisi maydonga chiqdi degan gapda. Shunaqa. Ashta bo'lish kerak. Chunki illat bir odamning so'zini boshqa odamning boshqa xil o'zining o'ylagan nuqta nazaridan o'tirib qo'ysa, o'sha ilmiy shaklda munozara bo'lsa, texmo ilmiy munozara bizning texi nerimizni qadaqlab, texidimi yangi narsalarni bilishga ilhomlantiradi. Afsanda munozir demadi. Munozir desak bizning jamiyatimizda munozir urush ideal deb tushunib oladi-ku uni. Emniyet munozir degan bir-birisining bilimini ilgari suradigan narsa. Tamamlaydigan narsa. Yangi bilimlardan yangi uchurlar bilan taqdimi zaryadlanib, taqdimi ilgari bosilgan. Bizning joyda keyin chekindiradigan shunga xato tushunib qolamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Qarindoshlar Qavuljon dedi, dastlabki 3 qatimliq darsda qisloq saraqisi kirsangiz bo'ldi dedi. Shunaqa tilga boshlab siz aytganlikka yana bor ekan. Bu yerda yana sinoq darsi va sinoq darsi qatnashib o'zimni sinoq darsini qilib bo'ldik. Qilib bo'ldingizmi? Yana bu rasmiy dars. Agar 15-islog'ich bo'lsa meningki dars to'liqlab bera olmayman degan gap. To'liqlab bera olmaysiz. Ammo 15-islog'da o'tib ketsa yoqda 1 oylik dars qoladi-da ayada. Uni men to'liqlab berman desam, mening vaqtim ketadi, ham zehnim ketadi degan gap. Buni men to'liqlab bermayman degan gap. Ham agar statistikani bildigan odam bo'lsa yoqda ikkinchi qadamni boshlab kirsin bo'laveradi degan gap. Endi bu quvonib mashina degan narsani raskalsa men sizning og'zingizdan angladim bu narsani men bilmaydi ekanman. Yenidan boshlamasa Quzat Altay bilan Dolqin Tarimmi yangi kompyuter injenerlik programmasi ochgan shu joydan bilmaydik biz. Ya'ni shu bo'lsa o'qimagan bilmaydik. O'sha men boshqa xizmatlar qilayotgan masalalarım. Nurg'a odam desat qiziqayotgan, nima qilishni bilmagan, damalliqqa pul to'laysa, ba'zi iqtisodiyotdan emas olmaydi degandek, lekin tavakkul deb shundan qatnashib baqqanlar nurg'unlagan yaxshi yuqori maosh xizmatga erishdi. Uni biz ko'rdik, nurg'unlikni taniyman, bilaman degandekda. Hayotida bir biz hosil qildi. Osh kurs orqali biz sakrash taqsis qilib, nurg'unlagan yaxshi xizmat o'rinlarida xizmat qilyapti. Balki sizning kursingiz qatnashganlarmi, siz orqali shu kurs orqali bir sakrash taqsis qilib kelgisi yangi texnik sohasida yangi texnik yaxshi xizmatlarga erishishga nisbat qilib qolsa ajab emas. Bu hamda o'rgangan bilimimiz hech qachon yerda qolmaydi. Bilim orqali o'zimizning qimmatini tiklaymiz, bilim orqali taraqqiy qilamiz, bilim orqali yo'l ochamiz o'zimizningki kelgusi uchun. Shunga vaqti borlar, qatnashinglar, iqtisodiyotni chuqur qatnashsam bo'ladi, ma'noga deb qizg'inlik va iqtisodiyotlardan pul olmaganlar bo'lib qolsa, uning bir yo'lini qilamiz.
qildi, lekin o'sha oxiri ip chiqib nima qildiganlar qolib qolsa. iqtisod hal qilgan bo'lgan masala ku. Beshta o'qda qizib o'tirsa keyin to'xtab qoldigan shu qilib qolsa yaxshi bo'lmaydi. Bu o'zinglar dansha vaqtinglar, zehninglar shunga yor bersa, tavsiya qilamiz ana bu narsalarni. Rahmat Qavuljon, bugun programmamiz mishat to'xtataylik. Qimmatli Uyg'ur Choyxona suhbatining aziz ishtirokchilari programmamizni taqib qo'yinglar. Bu hamda bir siyosat programmamiz boshqalarga o'xshash nima emas, faqat bu bilim taqchi bo'lgandan keyin buni tushunish uchun ba'zi bilim bo'lmasa olmaydi bizda. Shu anglasanglar ba'zi tushuniksiz, zirkishlik bo'lib qolishi mumkin. Lekin anglayversanlar, biz gappa hayvon qo'soqdan samarali odam quloqdan deb qurab bersanlar, biz nima bir kun tushib qolasan nurg'un narsani-chi. Men tushunmaydim, bilmaydim. Tushunmasmi? Qoldim. O'z tushunmasmi? Ay balasini. Boshuna bir narsa bor ekan deb uylantirishga foydasi degan gap izlanib bo'lsin. Shu qalan qarindoshlarningki shu qo'llab quvvatlab berishinglarni umid qilamiz. Undan keyin bizning kanalga a'zo bo'linglar. Undan keyin dars qatnashganlar har vaqt aloqalashsanglar bo'ldi. Uyg'ur Choyxona suhbatlarini men taqib qo'yaman. U haq sizlarni taqib qo'ylik. Qilib turgan suhbat emas bu. Hech qanday bir ziyonli narsa, payliq bir narsalar bor. O'zimizning nazardarimiz kengaydi, atrofdagilarga taqtayli yaxshi bilim bo'lgandan keyin unda bo'lsa kilar kapitalik, yarash kapitalik yana yangi programma ko'rishimiz. Hammaga Allohga omonat, salomat. Bo'ldimsa, xo'sh, Allohga omonat, salomat bo'ling.